Sizler küç ekran aldığındaki barlıq dostlar. Ben tedbir karxan başqaruş məsləhətlik şirketining qurğuchisi, ustozlar taraqqiyot sahnəsinin planlovchisi, shundaqla bugungi darsimizning riyosatchisi Qurbanjondan hammalarga o'tliq salom va oliy ehtirom. Oldi bilan ustozlar taraqqiyot sahnəsini qo'llagan karxanalarimizga minnatdorligini bildirib olsak, Şinjan Sırlıq Güzel Biyofet Texnik şirketinden Ekber Cevappendim qarşı almaz. Şinjan Ömür Çoğun şirketinden Xalçam Xanım qarşı almaz. Şinjan Dilabi Soçek şirketinden Ayşe Xanım qarşı almaz. Şah Güzel Biyofet Texnik şirketinden Rabia Xanım qarşı almaz. Xale şirketi Kramberg Grupsu'nun kurgucusu Rızvan Gül Xanım qarşı almaz. Ömür Çoğun şirketinden Xankız Xanım qarşı almaz. Şinjan Seher Gül Soçek şirketinden Aliye Xanım qarşı almaz. Beijing Elvilyon Guruhi'den Gül Esel Hanım qarşı almaz. Şinjan Nurbilik Soçek şirketinden Gülzar Hanım qarşı almaz. Reyintav şirketi Subi Grupsu'nun kurgucusu Subi Nur Hanım qarşı almaz. Rahmet. Bunda bolsa bugünkü dersimiz hazır başlandı dostlar. Sizlerden so'rab baqay, setishninki eng cho'ng pallasini yoritib, texmi top setib, şirketimning iqtisodiy unumini silayman degan do'stlar qo'linglarni ko'tarib baqing, ko'rib baqay. Unda bas o'rninglardan dast turib baqinglar. Setish chempioni Abdurahmon Ma'limni taklif qilamiz. Qani Abdurahmon Ma'lim sahnaga marhamat. Salam naq maydondagi barliq karxonchilar, salam ekran oldidagi barliq ko'rmanlar. Menki Abdurahmondan hammanglarga sig'inishli salomlar bo'lsin. Karxonchilarimiz hozirdan boshlab o'rnasanglar tamamen bo'ldi. Rahmat. Hemen bugün biz ustozlar taraqqiyot sahnasidagi 6-cı kunlik dersini rasmiy boshlash oldi turibdik. Oldi bilan men bu qitimliq ustozlar taraqqiyot sahnasini barliq keltirgan, planlagan, ro'yobga chiqargan barliq shirkat vakillariga chin ko'nglimdan minnatdorligimni bildiraman. Hamda nima uchun mushu bu qitimliq ustozlar taraqqiyot sahnasini planlagan shirkatlarga minnatdorlik bildiraman degan chog'da, endi bu yil hammalarga ma'lum devletimizde bir qancha qitimliq yuqum mezgilini baştan keçirdik. Man mushundaq biz bir o'ginib, to'plashib o'ginish qilolmaydigan va yoki faoliyat qilolmaydigan mezgillarda mushlar bizlarniki albatta yiroqni yaqin qilib, mushundaq bir o'ginish sharoitini hazırlabdi. Bu shirkatlarga shu minnatdorligimni bildiraman. Ikkinchi bo'lib bu qitimliq ustozlar taraqqiyot sahnasiga kelgan barliq o'qituvchi ustozlarga sahnadagi mush 7 nafar, o'zimdan boshqa 6 nafar ustozga cho'nqur minnatdorligimni bildiraman. Rahmat. 3-chi bo'lib mush naq maydondagi barliq karxonchilarga minnatdorligimni bildiraman. Nima uchun bu karxonchilarga minnatdorligimni bildiraman degan chog'da, mushu o'ttirdagi karxonchilar bo'lg'achqa, bu qitimliq sizlar o'qituvchilar bilan vakolatchilarning orasida ko'rlik rol o'ynaganliklaring sababidan bu qitimliqi ustozlar taraqqiyot sahnasida ro'yobga chiqdi. Shunga sizlarga cho'nqur minnatdorligimni bildiraman. 4-chi bo'lib mushu ekran oldidagi barliq ko'rermanlarga cho'nqur minnatdorligimni bildiraman. Bularga nima uchun minnatdorligimni bildiraman degan chog'da, chunki ko'nalar deydigan xaridaring bo'lmasa zibolig'ing kerak deydigan to'g'riga. Shunga albatta bizniki mush ekran oldidagi barliq ko'rermanlarimiz bo'lmagan bo'lsa, bu qitimliq ustozlar taraqqiyot sahnasida ro'yobga chiqmagan bo'ladi. Shung bularga minnatdorligimni bildiraman. 5-chi bo'lib kuychi taratqusiga cho'nqur minnatdorligimni bildiraman. Albatta kuychi taratqusi bo'lmagan bo'lsa, biz naq maydonda yig'ilib, biz dars so'zlayotgan o'qituvchilar, undan boshqa ko'rermanlar uyda o'tirib bizning so'zlayotgan mazmunlarimizni hozirgi vaqtlarda anglamagan bo'ladi. To'g'ri-ku? Shunga men mushu 5 o'ringa cho'nqur minnatdorligimni bildiraman. Hammanglarga yana bir qatim ko'p rahmat. Hamda meniki bugun so'zlamoqchi bo'lgan mazmunim bo'lsa, setish haqida so'zlayman. Bizniki oldin qatimliq ustozlarimiz setish haqida bir qur o'ziniki ideyalarni berdi. Zat men u ustozlarimiznikidan boshqa o'zimniki bir qism qanday qilib men mana shu bir qancha yil jarayonida setish chempion degan nomga erishdim. Va qanday qilib hamda o'zim bir qancha qatimliq lo'nqilan o'zim qo'lga keltirdim. Mushu mazmunlar ustida to'xtalaman. Hamda setish deymiz. Setish degan korxonaniki jeni hammamizga ma'lum. Nima uchun biz setishni korxonaning jeni deymiz? Chunki setishni biz korxonaning jeni deyishimizdagi sabab bir korxonaniki yoki bir zavodniki jamiyatda uzoq muddat putlashib turishi shu korxonaning setish bilan bevosita munosabatli. Qo'shildiganlar bormi? Rahmat. Bir korxonaniki setish deganimiz yana
bir korxonaniki iqtisodining yaxshi bo'lishi yoki nachar bo'lishi shu korxonaniki setish bilan munosabatlik. Bir korxonaniki markasining dangliq bo'la olishi yoki dangliq bo'lolmasligi shu korxonaniki setish bilan bevosita munosabatlik. Bir korxonaniki qo'shunning kuchli bo'lishi yoki ojiz bo'lishi shu korxonaniki setish bilan munosabatlik. Bir korxonaniki vakolatchilarning oz ko'pligi shu korxonaniki bevosita setish bilan munosabatlik. Shu korxonaniki tashviqotining kuchli yoki ojiz bo'lishi shu korxonaning setish bilan munosabatlik. Shunga men odatda setishni bir korxonaning jeni deb qarayman. Qo'shildiganlar bormi? Rahmat. Undaqda hozir mushad o'tgan mayli shu 10 necha nafar korxonchilarniki bo'lsin va yoki ekran oldidagi ko'rarmanlarniki bo'lsin, ikki cho'ng qiyinchiliklar bor. Mushu ikki cho'ng qiyinchilikni biz qanday qilishni ikki cho'ng qiyinchilikni o'tish uchun, mushu ikki cho'ng qiyinchilikni yengish uchun biz musha dars qanday qilyapmiz, dars anglayapmiz, ko'rarmanlar dars anglayapti. Biz mushu ikki cho'ng qiyinchilikni yengish uchun o'qituvchilar to'xtamay dars so'zlayapti. Bu ikki cho'ng qiyinchilikniki birinchisi bo'lsa setish qiyinchilik. Bir o'tdağanlarınlarınki hemmanglar şu sassam, bazasam, o birini tizleştirsem dep qanday qilsa setish uchun kuchayatsizlar. Bu bir cho'ng qiyinchilik. İkinci bir cho'ng qiyinchilik şu degan chaqda vakolatchilarda qiyinchilik. Şu o'tdağanlarni hammamiz qanday qilsak vakolatchi olsam, vakolatchini ko'paysam, albatta o'zimniki 500 vakolatchim bo'lsa, 1000 qilsam, 1000 vakolatchim bo'lsa, 2000 qilsam, 2000 vakolatchim bo'lsa 5000 qilsam deydigan mushundaqlar bir qiyinchiligimiz bor. Ondan boshqa ekran oldidagi barliq do'stlarning degan chaqda ulam shu sassam, o birini tizlashtirsam va yoki vakolatchi olsam, sizlarning nevr vakolatchilaringlarni tortib albatta avr vakolatchilaringlargacha hammasi vakolatchi olsam. Nimishqa vakolatchi olsam da vakolatchi kuchaymiz degan chaqda odatda men deyman, bir vakolatchining o'zini bir dukkan deb qaraymiz. Qo'shildiganlar bormi? Bir dükkan deb qarasak tamamen bo'ladi. Sizniki 10 vakolatchi olgan bo'lsangiz 10 dükkanınız bo'lgan bo'ladi. Agar 100 vakolatchingiz bo'lsa 100 dükkanınız bo'lgan bo'ladi. Agar 500 vakolatchingiz bo'lgan bo'lsa 500 dükkan bo'ldi degan gap. 500 dükkanda kunlikka 3 taldan mal setilsa 1,5 ming tal mal setildi degan gap. Demak sizniki vakolatchingizning oz ko'pligi sizning bevosita kirimingizning oz ko'pligini belgilaydi. Balkim kartadagi pulingizniki keyiniga vakolatchingiz ko'proq bo'lib qolsa sizniki bir qancha nol ortiq qo'yilishi mumkin. Shunga mana mush o'tdagan korxonchilar va yoki ekran oldidagi barliq do'stlarniki bu ikki masala, boshqa masala emas. Men mush ikki masaladan degan chaqda so'zlaydigan mazmunim maxsus setish haqida so'zlayman. Undaqda setish haqidagi mazmunlarimdan birinchisi bo'lsa, setishga muhim bo'lgan halqalardan o'zingizninki mas'uliyatingizniki 10 xil alaylikni cho'qim pishiq bilishingiz kerak degan birinchi mazmun. Men mush mazmunga to'xtalman. Albatta ba'zi do'stlar bor. Masalan, Simfora xonim girim bo'yimni sotar ekan. Yana Simfora xonimga o'xshash nurg'un shirkatlar bor jamiyatda. Hammasi girim sotadi. Lekin bu yerda bir xaridor keladi. Xaridor kelgan chaqda biz Simforaningki vakolatchilarni qanday qildi degan chaqda bir mas'uliyatni so'raydi. Masalan, bir 100 mingni so'rgan bo'lsa, 100 mingni bo'la balkim 200 ga setishi mumkin. Yana bir shirkat balkim 250 ga setishi mumkin. Yana bir shirkat balkim 50 ga setishi mumkin. Albatta xaridor degan mas'uliyatni birinchidan azam bo'lishni talab qildi. Ikkinchidan sifatlik bo'lishni talab qildi. Albatta bir qancha shirkatlarningki qanday qilgan gap so'rab o'tgandan keyin eng oxirisi kelib siz to'xtaydi. To'xtagan chaqda albatta eng oxirida biz kelishadigan chaqda deydi. Sizning mas'uliyatingiz qancha pul? So'g'an chaqda albatta Simforaning vakolatchiligi deydi. Bizning mas'uliyatimiz 100 subunimiz yoki 100 meyimiz albatta 200 qo'y deydi. 200 qo'y degan chaqda xaridor nima deydi desanglar, qimmatga. Bir şirketniki 50 qo'ydi yoki bir şirketniki 100 qo'ydi. Sizlar nima uchun zot mas'uliyatni qilmaysiz sizlar degan mushundaq savollarni qanday qildi sizlar batalashdi bular. Mush batalashgan chaqda bizniki bir qism vakolatchilar qanday qildi degan chaqda bizning mas'uliyat yaxshi. Bizning mas'uliyat degan unda bizning mas'uliyatniki tarkibini Koreyadan import qilgan. Buning qutisini Guangzhouda yasatgan. Bu mandaq qilganda to'xtamay bu qanday qildi degan chaqda shu mas'uliyatniki tarkibini so'zlaydi. To'xtamay yaxshi. Ishlasangiz unda oldu. Ishlasangiz bunda oldu. To'xtamay yaxshi degan gapni qiladi. Biz albatta xaridorga mas'uliyatning yaxshiligini izlab keldi, bildi xaridor. Biz bu yerda hargiz mas'uliyatning tarkibini yaxshi ekanligini ifodalab o'tmaymiz. Mush ekran oldidagi barliq ko'rarmanlar mushalqaga diqqat qilinglar. Sizlarda asosiyatni mas'uliyatni yaxshi deydigan boshqa gap yo'q.
Biz bu yerda yaxshi deyishdi ilgari mas'uliyatniki alayligini deb bersak bo'ldi. Masalan, alayligini qanday deymiz degan chaqda, mas'uliyatni 10 xil alayligini qanday deymiz degan chaqda, yüz chaplaq misol olsak, yüz chaplaqniki qarang, xonim yoki efendim, bizniki ma simforaniki yüz chaplaqini ishlaysangiz, birinchidan manda alayligi va boshqa shirkatlarga o'xshamaydigan. Birinchi alayligi siz chaplaqni ishlatgandan keyin yuzingizni ballarniki terisidek yumran alatga keldi. Ma birinchi alayligi. Ikkinchi alayligi yuzingizdagi dog' sapkini sustlashtirdi. Uchinchi alayligi qo'riqlarni yo'qtidi yoki sustlashtirdi. To'rtinchi alayligi mandaq. Beshinchi alayligi mandaq. Altıncı alayligi mandaq deb o'zingizniki mas'uliyatniki cho'qim 10 xil alayligini sizdan mas'uliyat olmoqchi bo'lgan iste'molchiga cho'qim deb berishingiz kerak, yetkazishingiz kerak. U yerda xaridorniki sizlardan baho talashayotgan baholam emas, nuqul zodi mening mas'alamni hal qila olamdi, hal qilamanmi shu. Men baho jingdan boshqa ma'ni o'ylaydi. Biz bu yerda yaxshi devasak, hammadan mas'uliyat yaxshi. 50 ko'yliqning mas'uliyatim yaxshi, 100 ko'yliqning mas'uliyatim yaxshi, 500 ko'yliq sotadiganning mas'uliyati hammadan yaxshi. Hammadan o'zining mas'uliyatini hargiz nachar demay, to'g'ri-ku? Shunga biz bu yerda yaxshi deyishdan ilgari mas'uliyatimizniki 10 xil alayligini cho'qim tushuntirishimiz kerak. Albatta, biz anchimiz chambaylan saqqulanmaymiz, og'rib qolamiz. Biz doktorxonalarga boramiz yoki durxonalarga boramiz. Shu doktorxonalarga, shu durxonalarga borgan chaqda albatta qarab baqsanglar, doktorning oldiga kelgan chaqda bizning beshimiz og'rib ketdi yoki darsni jiq so'zlar gelimiz og'rib ketgan bo'lsa, doktor bizni ko'rib bo'lgandan keyin bu yer doktorning deydigini hargiz mas'uliyatni qanday qilmaydi tarkibini so'zlab, "Voy, biz mana sanchi guruhida ishlab chiqargan, buni manda tadqiq qilgan, manda yanfa qilgan" deb u jarayonlan demaydi. Bevosita ma do'rni 2 tadan 3 vaqt yeb bersangiz yoki ma do'rni siz kunlikka 1 tadan shunib bersangiz, sizniki galog'ringiz to'xtaydi yoki bosh og'rig'ingiz to'xtaydi deb qanday qildi? Bevosita xaridor olib keladigan foydasini deb beradigan gap. Shunga biz o'zimizniki mas'uliyatni sotgan chig'imizda bularga xaridorga nim foydasi bor. Shu xaridorniki masalasini hal qila olamdi yo'q. Zodi boshqa shirkatniki mas'uliyatlarga o'xshamaydigan qanday alaylik va demak mas'uliyatniki 10 cho'ng alaylikni cho'qim xaridor deb berishimiz kerak. Agar Sinforaning 5 xil mas'uliyati bo'lgan bo'lsa, 5 xil mas'uliyatniki har birisiniki vakolatchilar bo'lgan odam qanday qilish kerak? Har birisiniki cho'qim 10 dan alaylikni cho'qim deb beradigan bo'lish kerak. Agar 10 xil mas'uliyat bo'lsa, cho'qim har bir mas'uliyatniki 10 xildan jami 100 xil qanday qilish kerak? 100 xil alaylikni deb beradigan bo'lish kerak. Albatta bir qism vakolatchilar qanday qildi degan chaqda mas'uliyatni sotaolmadim deydi. Sotaolmadim. Bu sotaolmaslik sabab nima desanglar, buni akkasanlar o'zi ishlatayotgan yoki o'zi setayotgan mas'uliyatni tushunmaydi. Shirkatni tushunmaydi. Shunga o'tdagan barliq korxonachilar deydiganim, eng avval sizlar nurg'un vakolatchilarni qabul qilsizlar, ba'zi 10 ni qabul qilsizlar, ba'zi 100 ni qabul qilsizlar. Men mush qabul qilgan petlam qanday qilsizlar buni apirla bozorga silaysanda, ma intayin sizlarga cho'ng xatolikdan birisi. Biz vakolatchini qabul qilamiz. Mayli azam pullik vakolatchi qilaylik, mayli qimmat pullik vakolatchi qabul qilaylik. Bularni tuyon bo'lgan chaqda undidorning o'zida bo'lsa 8 kundan 15 kungacha cho'qim tarbiyalashingiz kerak. Albatta bu odam yangi bir tunish oilaga, yangi bir muhitga kirdida. Bu kirgan chaqda bu shirkatni tushunmaydi. Albatta bu odamning 50 ming ko'y, 100 ming ko'y yoki 200 ming ko'y, 500 ming ko'y pulni olib biz nima deymiz? Voy jenim dis jenim, zodi deb buni xotirjam bo'ling. Mas'uliyatni satsangiz 300 ming ko'y pulni bersangiz, satsangiz 600 ming ko'y pul oldi. Siz degan arpalarni 10 qantada uchirib, siz degan sayyoga olib berib, voy sizni manda olib ketsiz, uy olasiz, manda nurg'un gaplar qanday qilamiz? Buni qoyil qilamiz. Qiziqtirib akkalimizda, akkaganda kelichi bir qism rahbarlar, bir qism dakal odamda cho'ng vakolatchilar, shirkat hamkorlashuvchilari yoki mas'uliyatsizlik qilib qanday qilgan gap desanglar, buni shu paytda mana xanim mal mana pulni berdingiz, malni berdim, bozorga musho deb tashlaydigan mushunday ahvol bor. Mal mushunday vakolatchilar qanday qilolmaydi degan chaqda o'ziniki mas'uliyatini setib chiqarolmaydi. Albatta bu odamning necha yuz ming ko'y pulini oling yoki necha 10 ming ko'y pulini oling. Albatta olamiz, vakolatchi qabul qilamiz. Chunki vakolatchi qabul qilmasak, biz bu mas'uliyatni o'zimiz setib olmaymiz. Bu chunki bizning qilayotganimiz to'g'ri so'zsi. Hargiz shati do'kon emas, amaliy do'kon emas. Undaq bo'lgandan keyin bizga qanchaki vakolatchi ko'p kirsa, bizniki obratimiz tez bo'ladigan aniq. Shunga biz kirgan har bir qabul qilgan odamni qanday qilishimiz kerak degan chaqda buni 8 kundan 15 kungacha tarbiyalashimiz kerak. Qaysi jihatdan tarbiyalaymiz degan chaqda eng avval bizniki shirkat kirgan odam bizniki barliq mas'uliyatlarni cho'qim o'zi ishlatish kerak. O'zi ishlatish kerak. O'zi ishlatmay turib, u mas'uliyatni ishonmay turib, o'zining tasdiqida o'tmay turib, bir odamning oldiga bir xotirjam deyolmaydi.
xotirjam deyamaydigan gap. Voy bizning mas'uliyat manda qildi, unda qildi. Yoki bir chasubini bo'lgan bo'lsa, bizning mas'uliyat chasubinimiz chat tushini to'xtadi, kipekni yo'qtidi, chat chiqirdi, chashni paqira qildi, chashni tal qildi deydigan alayliklar bor. Bu adam bu alaylikni bilmasa, o mas'uliyatni ishlatmasa qana qilmaydi, a kelgan odamga buni xotirjam yuraylik satanmaydi deyamaydi degan gap. Shuning birinchi talablar nima degan chaqda bu odam qo'ygan talab eng avval bizning shirkatningki mas'uliyatini cho'qim ishlatishingiz kerak. Bu birinchi talab. Ikkinchisi bizningki iqtisodiy qurilmasini qanday qilishingiz kerak? Buni tushunishingiz kerak. Chunki bu odam kirdi degan gap ma'lum darajada haq topshirdi, mal oldi. Bu odam qaytgandan keyin qanday qildi? Mal sotdi. Mal sotgandan keyin bu odam o'ziga qanchalik foyda keldigini, vakolatchi asab odam, vakolatchining ko'paysa, bu odam qanchalik foyda keldiganligini qanday qilish kerak? Cho'qim aniq qilish kerak. Biz mushi bo'yicha bu odam tarbiyalaymiz. Uchinchisi, bozor bo'yicha tarbiyalaymiz. Bu sotish degan nima? Mas'uliyat degan nima? Qanday sotamiz, qanday vakolatchi olamiz? Buni bilmaydi bu odam. Shuningla bag'andikilam siz mas'uliyatni berib aytsangiz, bu odam mas'uliyatni sotamaydigan gap. Sotamaydigan gap. To'rtinchisi, shu shirkatningki bozor qalaymigan qiz qanday qilamiz? Bazarni tushirib qanday qilamiz? Bahoni egisbas qilib qanday qilamiz? Buning qarta bir turkum har bir shirkatniki o'zi xos qoida, usuni, o'zi xos karxon madaniyati bor. Biz buni qanday qilamiz degan chaqda mushi bo'yicha tarbiyalaymiz. Endi hozirgidek mushunday vaqtlarda biz bularni akilib mushunday bir zallarda bizniki tarbiyalash sharoitimiz yo'q. Tarbiyalash sharoitimiz bo'lmagan ahvolatda biz qanday qilamiz? Bularni yangidan kirgan vakolatchilarning hammani bir ayrim to'p qilib, cho'qim shirkatningki peyshim bu. Cho'qim har bir korxonaniki, har bir undida so'zisiniki chiqqanda bo'lish kerak, cho'qim bo'lish kerak. Meyli bir olsun, meyli 10 olsun, bu adamni ayrım bir top qilamiz. Ayrım top qilgandan keyin bu adam tarbiyalashdan qanday bo'ldi, chiqqandan keyin bu adamni bozorga solamiz. Mushi bo'yicha tarbiyalash qilgan chaqda, madam eliqi burunqi ko'ni vakolatchilar o'xshash shirkatning qoida yusini tushundi, tuzumlarini tushundi, undan boshqa shirkatniki iqtisodiy qurilmasini tushundi, mas'uliyatini tushundi, normal holat ma'nolaydigan gap. Masalan, hozir bizniki davlatimizdagi eng cho'ng savdo korxonasi, masalan, Alibabaniki Mayun efendimning korxonasininki bular hozir qadar to'xtamay qanday qildi ekansak, o'quvchi odam qabul qildi. Ishlaydiganlar to'xtamay qabul qilgan gapda, mushu ishlaydigan xodimlarni bular maxsus 3 oy tarbiyalaydi ekan. 3 oy. 3 oy jarayonida bu odam maslash olamdi yo'q. Shirkat maslash olamdi. Yoki boshqa shu xizmat muhiti kunalamdi. Har qaysi jihatlardan mushuni tarbiyalab bo'lgandan keyin undaqda rasmiy to'xtamlashib, o'rnindagi ish qildi ekanda, shunga davlatimizda mushu shirkatlarning ichida Alibabadan qandaqlar yetib chiqadi degan chaqda eng cho'ng rinsaylar yetib chiqadigan gap. Chunki bizniki mush orqali diqqat qilmaymiz. Biz bir odam vakolatchi bo'laman degan zamatlam voy bo'ladi. Voy bo'l, keling deb eleytimiz. Eng oxirisida mush o'ttag'alarning hammanglar charchab ketaylik. Nima charchab ketamiz degan chaqda sizlar og'a odamdan boshqarib bo'lolmaysizlar. Bu shirkat deganga biz olamiz. Har bir shirkat deganki qoida tartibi bo'yicha albatta bir narsak birni, ikki narsak ikkini, 10 narsak 10ni, 100 narsak 100ni az bo'lsin bu odamning yurkini qanday qilishimiz kerak? Albatta shirkatning yurkiga bog'lab mengish bir intoyim. Albatta biz bu odamlarni olib qo'ysak bo'la, qanday qildigan gap desanglar, malni setib olgandan keyin aya 20 gram oltin berdi ekansi, bu qanday qildi? Aya ketib qoldigan gap. Yana birisi ikkinchi qatim yana bir pasaldan keyin yoki 6 oydan keyin ayada 50 gram oltin berdi ekansi, aya ketadi. Yana 6 oydan keyin desa, o bir sayohatiga bordi ekansi, tashlab ketaverdi-chi. Shunga biz eng avval zodi sening maqsading nima? Sen bizni nima deb tanlading bu yerda? Bizning mas'uliyatimiz ishiltib baqqan, maskelamniki, kammamniki. Hamma bu odamlar paranglashib uqqandan keyin bizning shirkatningki peshin bo'lsidan peshin qilinib tarbiyalanib chiqqandan keyin qanday qilamiz? Uningki madamni rasmiy qabul qilamiz. Albatta hamma anglashadi o'rtaqallar nima kamchilik bor desa, elvasamlam, setvasamlam sizlar bek yaqinmas deganlar. Uzoqlamas, yaqinmas degan ko'zlab qolganliklar sababidan hozir qada ko'pin shirkatlar jiq keladi, man uchur qiladi, to'xtamay kurishildi deydi. Nima degan shu maslahat qilyapmiz. Mushu tunigan dars so'zliga o'qitishlarni hammasi nima ish qildirsang, kunlik aldirash. Kunni dars so'zlamdi? Yo'q, bular kunlik dars so'zlamaydi. O'ziga o'quvchilar kirganlar to'xtamay shularniki maslahatni qilayotgan gap. Hamma odamning maslahati satanmatimi? İki çoğun mesele dedim ki, satanmatıma, vakaletçinin jim turib oldi, o'yganmatıdı, qanday qilma, mal bolu qimmatıdı, uni qimmatıdı, bunu qimmatıdı, mushundaq jarayon. Shunga biz bunga biz boshlagan chaqda buni
ekran oldidagi barliq do'stlarim deydiganim, agar yangi tur boshlamoqchi bo'lib qolib qolsaqmi, mushal qila alaydi qilishimiz kerak. Endi o'tdagan korxonchilar degan chog'da, mavaq ish qilmagan bo'lsanglar, tamoman qilinglar. Bundan keyingi guruhinglar ikki holat elib manglar. Birinchisi, hozir qadar barliq do'stlarni A guruh holati elib manglar. A, butunlay A1 sanı bo'ldilar, A guruhi. Endi degan chog'da, bundan keyin qabul qiladigan bolalarni shirkatda o'zgarish qilaylik. O'zgarish qilib, buni biz B guruh qilib elib mangayli. Bunanki iqtisodiy qurilmasida farq qilsanglar bo'ldi, farq qilmasanglar bo'ldi. Lekin A, B biz ikki yo'lda mangayli. İki yo'lda mangsak, mavi bundaki men degan holat kirsanglar, ma B guruhlarda A guruhi jafo tortganda qiynalib ketmaydigan gap. Albatta nurg'un do'stlar, mendan so'raydi, o'tgan bir darsda mangildim. Voy zodi bu undidor davriniki vaqt oz qoldi. Davr oz qoldi. Bu uylab ketgan tursa, unda kuchishning nima hojati? To'g'ri, undidor so'z emas. Odam uylab ketib bordi, undidor so'z albatta uylab ketadi. Lekin bu undidor so'zni qachon uylab ketadiganligini biz bilmaymiz. Biz to'xtab qolib qolsa, biz hech qanday qilishimiz kerakligini cho'qim tirishimiz kerak. Ögün to'xtamdi, kelajak to'xtamdi. Albatta bizning diyorimizga undidor so'zi 2012-yili undidor so'zi barliq keldi. Bizning diyorimizga Şinjanga degan chaqda 2013-yildan boshlab amdilatin bir so'da yuzlanish holatda keldi. Hozir qadar undidor so'zi 7 yil, 8 yillik jarayonni boshdan kechirib o'tkazdi. Mana mush jarayonda albatta 2013-yildan tortib toki 2017-yilgacha albatta undidorda mas'uliyat setish emas, albatta tupsasangiz pul bo'l, tupa, nima satsangiz pul oldu. Demek bu undidorniki bir altın davri, şanlıq davrini yaratdı. Endi 2017-yildagi degan chaqda, endi yildan yilga bu savdo supsi nihoyat mukammallashib, nihoyat sistemlashib, bizdan iqtidor talab qilyapti. Buruncha degan chaqda undidor so'z, "Vishansa Muhammadam qanday qildi? Uye deb qachatdi, shunda bir set ko'rdan so'z deydi." Endi bu yil qarab beqanlar. Bu yil nimishqa bizning undidor so'zimiz yillar qargancha taslashib ketdi. Chunki 2012-yillar bizning undidor so'zga kirgan chaqda bir qism amaliy dukka ochayotgan, amaliy dukka ochayotgan bir qism savdogarlar qanday qilgan degan chaqda nihoyat zonli qilgan undidor savdogarlar. Nima zonli qilgan? Voy bu bir kiyimga o'xshaydi bilan bir moda savdo. Ya 1 yil davomlashadi, ya 2 yil davomlashadi, yoki 3 yil davomlashadi. Undan keyin bu savdo amaldan qolib qoladi. Qolib qoladi, bu tugab ketadi. Ya'ni biz qanday qilamiz, ya'ni biz uftimiz degandi. Lekin bu savdo hozir qadar 8 yillik jarayonni besib o'tdi. Endi mushu bu yil yuqum mazgil bir qancha qatimliq yuqum mazgil qaraydigan bo'lsak, meyli amaliy dukkan, meyli yem-ichmak savdollari hamma savdo o'ldi. Hamma savdo to'xtab qoldi. Dukkanlar, savdo saroylar, talvazlarning hammasi qoldi. Hamma savdo birli savdo to'xtamadi. Bu savdo qaysi degan chaqda dal undidor savdosi. Şunu bilan qanday qoldi degan chaqda, eliq buni voy mudi savdo ekan, voy bo'lmaydi, 2 yildan keyin to'xtab qoladi, 3 yildan keyin to'xtab qoldi deganlar dukkanlarni taqidi, mollarini azan satdi, shuni bilan joy qilib hammadan tutdi. Bu 24 soat bu qanday savdo bu? 24 soat tijorat qilaysiz deb qilgan oldu. Albatta ba'zi odamlar uxlayapmi, bir ayrim 2 kunlik bir savdo qilib uxlaydi-ku. Men mushini ko'rgandakilar ko'pincha odamlar qanday qildi? Amaliy dukkandan undidor so'zga ko'chdi, to'g'ri so'zga ko'chdi. To'g'ri so'zga ko'chgandan keyin hozir qaraydigan bo'lsak, hamma odam shu sotamen bo'lib ketib qolgandek, alomatlar azlab ketib qolgandek mushunday bir hissiyatda. Lekin alomatmi tamoman bor. Chunki burun qanday qilganlar? Amaliy dukkandan olganlar hozir so'z saroyini aylanish fursati bo'lmagan ekan, hammadan shu to'g'ridan oldigan gap. Shunga bu savdo meyli bübüge ülemdi, meyli et ülemdi, meyli ögü ülemdi biz qanday qilishimiz kerak? Onu ülep ketishga qaramaymiz. Biz hal qiladigan masala emas. Biz uni hal qilsak, maxuatinglar, mayullar nima ish qildi? Ular hal qilsinda, cho'ng masalan, cho'ng odamlar hal qilsin. Biz degan chaqda biz o'zimizning doirasida bosh sharoitdan bir narsadan 100% cho'qim qanday qilishimiz kerak? Foydalanishimiz kerak. Shunga biz o to'g'ri so'zni uylab ketishi, yan bir narsani, yan bir qanday bulab ketish emas. Bir kun tijorat qilarsak biz bir kun biz uftimiz. 10 kun tijorat qilarsak biz bir 10 kun biz uftimiz. Shunga bu masalani qilmay, bundan keyin guruh biteklimeşi bo'lib qolib qolsanglar, guruhlarni cho'qim ikkiga ayringlar. A va B. Birinchisidan 5000 vakolatingiz bo'lsa, mayli cho'qim A'ga ayriting. B degan chaqda B'ni yangidan qabul qiling. Siz B guruhidan yana birini barliq keltirmişsiniz. 5000 vakolatingiz asta sizni jiyli qilaverib, sizni achchig'ingizni keltirib, u yangi birisi, bu yangi birisi keyin chechilib ketsin.
chechilib ketgan chaqda siz yig'olmaysiz degan gap. Shunga yangidan gruppadan birini qilib, ma ikki gruppani biz qanday qilib qo'yamiz degan gap, bir-biriga raqobatchi qilib qo'yamiz degan gap. Albatta bular yillik birdan mukofotdan ayirib beramiz degan gap. Albatta bahsimiz bo'ldi. Gruppa ikki gruppani musobaqalashtiramiz. Buning tartiblarini aşıb bo'yicha elib basanglar bo'ldi. Shunga biz mas'uliyat etishda yig'ib aytgan chaqda vakolatchilar o'g'itadiganimiz şu 8 gündə 15 günlük bo'lgan peşin nimini gütəməz. Ən avval bizning mas'uliyatni ishlatish kerak. Mas'uliyatni ishlatgan bu tarbiyalash jarayonida bu odamga har bir xil mas'uliyatimizniki cho'qim 10 xildan alaylikni cho'qim pishiq yodlay oladigan, cho'qim boshqalarga deb beraydigan bo'lishimiz kerak. Tushundinglarmi? Mavo meniki birinchi o'lab so'zlaydigan mazmunim. Hamda meniki ikkinchi o'lab so'zlaydigan mazmunim bo'lsa, setishdagi mo'yin bo'lgan halqalardan setish cho'qim farqli bo'lish kerak, setish cho'qim o'zgacha loyihalangan bo'lish kerak degan mazmunni so'zlayman. Hamda hamma odamniki setish shakli o'xshamaydi. Ba'zilar telefon orqali yasata oladi. Ba'zilar mushundaq o'ltirib paranglashish orqali, chayxonalarda, suhbatlar orqali yasata oladi. Ba'zilar qisqa uchur orqali o'yindar yasata oladi. Ba'zilar bunda mikrofon qo'lga olib 100-200-300 odamni bunda yig'ib qo'yib naq maydonda faoliyat qilish orqali, nutuq orqali, so'zlash orqali sata oladigan bo'lishi mumkin. Shunga hamma odamniki nima degan chaqda bir setish shakli bo'lish kerak. Albatta men liderga o'xshab sataman. Hammadan dedim-ku, hammadan setish shakli bor. Men liderga o'xshab sataman, men ani o'xshab sataman deb u odam to'g'ri bo'lsa, sizniki mijozdan tushmaslik mumkin. Shunga o'zingizga xos holati bir setish shaklini loyilab chiqishingiz kerak. Ba'zilar to'g'ri bo'l. Albatta biz boshqalarni to'g'raymiz. 70% 80%gacha biz boshqalarning setish shaklini tamoman to'g'risak bo'ldi. Uni 70-80%, 20% degan chaqda 20% sizdan bir xoslik chiqsa, uniki 100% bo'lgan chaqda uniki bir mukammal bir xoslik bo'lgan gap. Albatta, men bir cho'ng sotqichi, men o'zimni sotqichi deb qarayman. Men nima sotaman degan chaqda meniki o'ttag'anlarga o'xshash mas'uliyatim yo'q. Men odatda mulozimat sotaman. Men muşu sözlayotgan gapimni sotaman mandash qilib aytgan chaqchi. Men bu o'zimniki gapimni qanday sotaman, o'zimning mazmunimni, darsligimni qanday sotaman degan chaqda meningki mas'uliyatim hozir deganki sizlarga o'xshash ko'gili, qo'l bilan tutqili yoki gramligini buni, o manch kilo foyda qildi, manch yetdi degan olmaydi. Bu xil ahvolatda men shu tamoman bir xil shakl tayinaman. Men nima degan chaqda xaridorga agishish, mulozimat qilish shakliga tayinaman. Albatta, men sizlarga o'xshash to'xtamay xaridor qo'g'lab yurmayman. Bir yilning ichida faqat 20 lam xaridor tutaman. 20 lam xaridor tutaman. Shu 20 xaridorni albatta kuzataman. Bir bilan ma xaridor bo'ldi emas, albatta mening tizimligimga xeyli ta'sir kira oladi. Men albatta kuzatib shu odam 20 xaridor chamberkim 20 lamdan bor. Boshqadan bil ishim yo'q. Birinchidan qanday qilmayman? Polis yo'q xaridorga hargiz agashmayman. Polis yo'q xaridorga agashmayman. Ikkinchidan amaliyati yo'q, uniki natijasi yo'q xaridorga hargiz agashmayman. Albatta cho'qim men agishadigan, men mulozimat qilgan xaridor qanday qilish kerak degan chaqda shirkatning xo'jayini bo'lish kerak, cho'qim puli bo'lish kerak. Men bu 20 odamning ichidan albatta 5-6 oy agishman, 1 yil agishman, 2 yil agishman. Hozir qadar 3 yil niyoz to'xtamay agishayotgan, lekin bir ko'y pulisini xijlab baqmayotgan, lekin to'xtamay shularga to'g'iz qilayotgan ahvol men to'xtamay agishayotman. Albatta har qanday bir xaridor yuqorisi bo'lgan chaqda 11 qatam bo'lmasa 7 qatam bizniki agishimizga bardoshlik berolmaydi. Albatta 3 yil vaqt qanday qilyapman? Agishayotman. U men qanchaki uzoq agasam, u xaridorniki menga beradigan pulisi shunchaki ko'p bo'ladigan gap. Men bir misol qilib bersam, bir xaridorga tunji qatim uchrashdik. Tunji qatim uchrashib, bu xaridorni qarasam, vakolatchilarimiz xil bor. 3 yilning oldida kelib, mush xaridordan cho'ng tutsam bo'ldi ekan dedim. Bu xaridorni kuzatdim, chambraklarini kuzatdim. Albatta biz xaridorga diqqat qilishimiz kerak. Mushna xaridor aqida qilishimiz kerak. Bu xaridor kuzatsam nayt sapaliq, kelgusi bor. Unda qo'ygandan keyin bularni bir qatimliq bir tarbiyalashini nayt azambadlam qilib berdim. Azambad qilib bergandan keyin bulam nayt rozi bo'ldi. Albatta mushu xaridorningki o'ziga men 7 oy agashdim. Faqat 7 oy. Uning men agishay buni qanday qilmayman, uning oyog'ini maylab qo'ymayman. Faqat shu hafta bir qatim uchurlam yo'llab qo'yman. Xonim yaxshimisiz? Qandaroq turdingiz? Masalan, bugun qayoqdigo? Qayoq qancha dugan? Atdiganda soat 5:30 bilan 6gacha bo'lgan oraliqda oxirida uchurib berib bo'ldi. Meni jigema cho'ng dakka xo'ga xaridorga. Bugun qayig'ibdi. Sal qiliroq kiyinib eling. Albatta ba'zi odamlar avariyaga diqqat qilmaydi. Men mush telefonni avariyadan men bek unumli foydalanaman. Albatta odamlar men deb qo'ysam, xo'shilab ketadi. Albatta bir kichik bir uchur. U
Sırt çıkmakçı degende ciddi mağmakçı, iş qilmamoqchi. Nefis kiyib olgan bo'lsa, to'ngab ketdi. Qalin kiyib olgan bo'lsa degan chog'da isib ketdi. Shunga uchurni men xaridorlarimniki nefis emas, qilim emas, mushning kelcha men o'zim diqqat qilaman. Diqqat qilgandan keyin nihoyat xursand bo'ladi. Uningdan keyin degan chog'da 7 oy mush xaridor ergashdim, 7 oydan keyin bir qatim bir uchur qildim. Uchur qilsam bu xaridor men Beijingda dedi. Beyda o'qib o'tibdi ekanda, o'zining vakolatchiligini olib, aşağı bir peyşun gapiribdi. Beijing kelamsiz ya dedi. Bo'ladi dedim. Shu zaman qanday qildim necha o'zimniki chamdinini so'rab, men shu atdigani manqadim kecha o'qcha Beijing berib oldim. Beijing berib ko'rishdik. Shu kunning o'zida 250 ming ko'rlik savdodan birini tutkazdim. To'xtamlashdik-da, paranglashdik. Ondan keyin qaytib keldim, 2 kundan keyin qaytib kelib tutdi. Bu xaridorniki shu biz 2 soat, 3 soat jarayon paranglash jarayonida buningki kelgusi taraqqiyoti shirkatining kelgusi yo'linishi, bularni taraqqiyoti ko'z tikdimmi? Tutdi. Men bu shirkatni men oz puldan qo'yib etsam bo'lmaydi ekan. Chuqur bunolar, ya'ni ko'proq bir tarafdan qanday qilishim kerak, yo'ritib turishim kerak. Kelgandan keyin 2-3 kun maxsus plan tuzdim. Plan tuzgan bu yoq keldi. Kelgandan keyin Jumbangda bir ayrimxonada biz 7 soat paranglashdik. 7 soat paranglashgandan keyin saq shu kunning o'zida 1 millionlik to'xtamni birini uzib, saq 1 million pulni oldim. Nima degan chog'da mana bu o'zimniki bir setish shaklimda men loyildimda, shunga o'tdag'anligim deydigani meniki har bir meyli liderlar bo'lsin, meyli cho'ng xaridorlar bo'lsin va yoki vakolatchilar bo'lsin, hammalarniki o'zinglar xos setish shaklinglar bo'lsin. Albatta bizniki o'qituvchilarimiz deydi, ma'qul setish andisi, ma'ni qo'lning. Ammo o'qituvchilarimizniki deginniki sizlarga mos keladigan alaylikni qanday qilishingiz kerak degan chog'da o'zinglar mujassamlar bo'ldi. Lekin onunki so'zlab bergan mazmunlarniki hamma apirib men soliminsanglar ba'zi vaqtlar tushmay qilish mumkin. Bundan 7 o'qitishdan 7 mazmunni anglaysiz. Sizga foydali bo'lganini elavasingiz bo'ldi, qolganini tashlab etsangiz tamamen bo'laverdi degan gap. Shunga biz qanday qilishimiz kerak degan chog'da mayli poch mas'uliyat satayli, mayli biz top mas'uliyat satayli, cho'qim o'zimizniki xoslik bo'lish kerak, o'zimizniki setish shaklimizni cho'qim loyilab chiqishimiz kerak degan gap. Tushunyapsizlar ya? Rahmat. Üçüncü olab so'zlaydigan mazmuni bo'lsa, cho'ng xaridor tutish mayr bo'lishimiz kerak degan mazmun. Cho'ng xaridor daqiqo. Men yuqori sizlarga deb berdim-ku, men odatda cho'ng xaridor tutaman deb, shu o'zim tutgan xaridorlardan faqat men yilda qanday qilaman degan chog'da 10 ning pulini olaman. 10 ninki, yan 10 jo degan chog'da keyingi yil qolib qoldi degan gap. 10 ninki 500 ming qo'ydim pulni olsam men bir yilda 10 korxonaniki faqat 5 million pulini olaman. Men bir yilda 5 millionlik mulozimat qilsam tamamen bo'ldi. Men uning 5 million nim berman degan chog'da shu mulozimat bilan ta'minlayman, boshqa bir narsa bermayman. Endi biz tutgan chog'da 3-olab so'zlaydigan mazmun cho'ng xaridor tutishga cho'qim mayr bo'lish kerak. Endi nurg'un do'stlarimiz setish jarayonida kichik bir xaridorlar to'xtamay ergashdim mulozimat qildim deb qanday qildi? Shularni keyin kirib to'xtamay mulozimat qildi. Bu mulozimat qilish degan gapniki o'zi nima degan chog'da, bu setishniki mulozimat deymiz-ku. Setishniki mulozimat degan gapning o'zi bu faqat xaridorni qayta iste'mol qildirish, yetaklash, xaridorning ko'nglini utish deganlarga boshqa gap emas bu-chi. Şu an muşu bir turkum vakolatchilar men ash xaridor qanday qilib ergashdim deb natija chiqmaydigan yoki ancha bir mas'uliyatini bir qancha qatim so'rab qo'ygan odamlarnikini to'xtamay mulozimat qildim deb yuradi. Albatta bu kichik xaridorlar biz uchun intayin muhim, chunki tashviqot qilish foydasi va ularning og'zaki tashviqotlik foydasi va nurg'un ishlar foydasi va lekin biz netjizgan kichik xaridorlarga, kichik beliqlarga qaragan chog'da cho'ng kitdan birini tutsaqlar bizniki balkim 1 yil yoki 2 yil yeyishimizga tamoman yetishi mumkin. Shunga biz cho'ng xaridor tutishimiz kerak. Odatda men jamiyatga xaridorlarni menda 3 turga bo'layman. Birinchisi cho'ng xaridor, ikkinchisi o'rta tip xaridor, uchinchisi kichik tip xaridor. Cho'ng xaridor deganimiz qaysi degan chog'da jamiyatningki, xalqningki e'tirof qilishiga erishgan, undan boshqa nurg'un pul topgan, masalan kimdek degan chog'da Radilkamdek, Erkin Hashimdek adamlarni biz nima deymiz? Bizni cho'ng xaridor deb ataymiz. Endi o'rta tip xaridorlar degan chog'da bular oqyoqliqlar. Oqyoqliqlar degan kim degan chog'da bular ishchi xizmatchilar ham bir qism savdogarlar, tijoratchilar. Endi kichik tip xaridorlar degan chog'da kichik tip xaridor deganimizning o'zi oil ayollari, oil erlari yoki oliy maktabni bitkizib ish kutib turayotgan yoshlar. Demak, o'ziniki muqim kasbi yo'q, muqim iqtisodiy kirimi yo'q. Har oyda buni mayli 5 ming qo'y, mayli 3 ming qo'y, mayli 1,5 ming qo'y pul kirib turmaydigan odamlarni biz kichik tip xaridorlar deb ataymiz. Odatda mushu xaridorni 3 turga bo'ldim. Hamma odamni bu dunyo hamma odamlarni ayndal bilaman, 3 kun bilaman. Cho'ng, o'tira, kichik deblar. Meniki tutadiganim nima degan chog'da cho'ng xaridor. Endi bu cho'ng xaridor tutdik, cho'ng xaridor tutamiz dedik.
Bu cho'ng xaridor deganniki hammamizniki o'xshash bo'lmasligi mumkin. Meningki cho'ng xaridorim bilan sizlarniki maqsad qilgan, nishon qilgan cho'ng xaridorlar o'xshash bo'lmasligi mumkin. Shunga biz amal baqanda qilamiz degan chaqda shu cho'ng xaridor tutish tayansak bo'ladi. Hamda sizlarning cho'ng xaridoringlar degan chaqda balkim sizlarning cho'ng xaridoringlar bir qism vakolatchilar, cho'ng mashirkatni mavakolisi odam havas qilgan bir turkum odamlar bor. Ash havas qilgan odamlarniki hammasi biz uchun cho'ng xaridor degan gap. Albatta bu cho'ng xaridorniki biz tutsak, hammasidan biz to'liq foydalanamaymiz. Hammasidan cho'qim biz bu cho'ng xaridor necha million pul tep qo'ygan odam, necha yad zimini bor odam, necha mashinasi bor odam bizga hamda kelib bizga agishamdiki deb o'ylab qolmanglar. Bu cho'ng xaridorning hammasi bizga kelib hargiz bizning melimizni sotmaydi. Bizga ergashmaydi. Lekin biz bularni qanday qilsak, xizmat qilib qo'ysak, bular hamkorlashib qo'ysak, biz uchun cho'ng foydasi bor. Masalan, biz musha hozir misol oddiylan bir misol olaylik. Musha bir faoliyat qilyapmiz hozir. Mush faoliyatning masalan tasdiqini olamidik. Ma 7 kundan keyin 7 kun olamagan chaqcho degan chaqda biz jugasak, biz uyaga oqmidik. Tam urpirdi oyaga. Oqmagan chaqcho degan chaqda bizniki atrofimizda cho'qimaylik biz havas qildigan, shu jamiyatda inovati bor, obro'yi bor, natija qozongan bir turkum odamlar bor-da. Mana mushni oldaymiz aka, hada bir faoliyat qilay degandim. Test qo'yib pamil desak, bir telefon bilan qanday qilgan gap, mayaniki ba'zi ishlarimizni yurishtirib turadi degan gap. Bu cho'ng xaridorchi ko'pinchalarning nazarida cho'qim bizga necha million pul topib qoldim, agishamdi. Ba'zilar men to'xtamay cho'ng xaridordan so'zlagandan keyin ba'zilar dedi, "Muallim, men cho'ng xaridor deganda shunday zerikdim" deganlar bo'ldi. Nemishqa? Men telefon qilsam ammada emasmi? O cho'ng xaridor degan bir pul. Sizda ham cho'milida berdi. Bir cho'mili turib pul qana qilsin, telefon qilsin, shu zamonda siz telefonni voy zodi cho'milib pendim qanday raqamda hargizimda demaydi. Albatta biz buni cho'qim bir mazgil bardoshlik berishimiz kerak. U odam siz telefon qilib bir qatam ammada ish qatam ammada ish qatam ammagan chaqda siz u odamni o'zingizniki cho'ng xaridori deb qanday qildingiz, nishon qildingiz. Ma'lum shu vaqtniki o'zida shu odamni balkim o'ziniki cho'ng xaridorlar paranglashayotgan bo'lishi mumkin. Yoki shu cho'ng xaridorga telefon qilishayotgan bo'lishi mumkin. Bu yerda bir qancha qatam telefoningizni olmasa yoki bir qancha qatam sizniki uchuringizga javob qaytarmasa, bu odamni siz cho'ng xaridor tizimidan o'chirib bersangiz, ma'niki ziyni o'zingizga degan gap. Ham cho'ng xaridorniki bizga olib keladigan foydali taraflari intayin ko'p. Masalan, biz ilgari Xutenga bir qatam bir tarbiyalash o'rlashtirib qo'yib qoldik. 2 kunlik darsga o'rlashtirdik-da. Mush o'rlashtirgan chaqda men odatda ibiyat deganikdek bir yerga borsam, mayli Aqsuq boray, mayli Kuchaq boray, mayli Xutenga boray, bu yurtning eng cho'ng beykimi deb so'rayman. Beykimi? Chunki odamniki boy degan gap shu birinchi degan gap shu shaharniki, shu noyiniki. Endi odamniki odamlar biz do'st bo'lib olsak yoki munosabatimiz yaxshi bo'lib qolsa, bizning shu shahardagi qilmoqchi bo'lgan xizmatlarimiz yoki sotmoqchi bo'lgan mas'uliyatlarimiz yoki faoliyatlarimizga intayin qulaylik bo'lgan gapda. Shunga birinchisini tanlaydigan gap. Bo'lgan zamonda birinchisini surishtiramizda, uni qanday qilsak bir ashkan qanday qilamiz, izlab chiqib topadigan gap. Xotenga bir qatam bir faoliyatga berib qoldi. Xotenga faoliyatga borsak, ben bir surishtirsam bir akimiz bor ekan-to'q. Ismini demayman. Endi bu akimiz bizningki meni boshqalarning to'nishtirishi bilan bizning oldimizga chiqdi. Oldimiz chiqib, nayt yaxshi o'rlashtirdi. Ondan sonra tamoq yeylik dedi, vakimiz shu tamoq yeylik degan bilan biz bir shu tamoqxonaning bog'cha jo'zniki o'zida 2 cho'ng jo'zda 45 tek odam o'tirib bo'pti-chu. 45 tek odam o'tirib bo'pti. Biz shu 2 kunlik tarbiyalashniki biletini shu qanday qilgan to'qsak 300 ko'yni sotgan to'q. Akimiz undaqda ma ballar tarbiyalash kepti, yaxshi uchun kepti, Urumchidan kepti. Ham bizniki diyorimiz korxonalarniki har qaysi taraflar uchun ko'p foydasi bor ekan. Mush ballarni bir qatnashtirib tamsilan deganda naq maydonning o'zida qanday qildi degan chaqda akimizniki bir eg'iz gap bilan qanday 200 dan ortiqroq bilet tugdi degan gap. Men nima degan chaqda cho'ng xaridorniki, men mushunda cho'ng foydali taraflari bor. Andan keyin hozir dedim, oldidek bizniki ish bajarishlarimizga foydasi bor. Mayli hukumat organida bo'lsin, mayli doktorxonada bo'lsin. Demak, bu so'z sohasi bilan bo'lish kerak degan gap emas bu cho'ng xaridor degan gap. Doktorxonadami, hamma o'rinda bo'lsa, sizniki ma ishlaringizga qanday qiladigan gap, jamiyat ishlaringiz aso yurishidi degan gap do'stlar. Shuni ma xalqiga alohida diqqat qilishimiz kerak. Tushundinglarmi? 4-olab so'zlaydigan mazmunim bo'lsa, setishga mo'yin bo'lgan xalqlardan top setish shaklida o'zimizning mahsulotni setishimiz kerak degan mazmun. Odatda biz setishni top setish va pat setish deb 2 cho'ng turga ayiramiz. Ham ko'pincha sizlarniki vakolatchilarning setish shakli asosan pat setishga ayrildi. Pat setishga ayrildi. Korxonchalarning o'tag'anlarning degan chaqda top setish shakli kirdi.
Biz amal bakanda qilishimiz kerak degan chog'da o'zimizdan top setish shaklida emas, o'zimizdan vakolatchilarni top setish shaklida mas'uliyat setishga ko'ndirishimiz kerak. Endi top setishda biz asosan qaysi usulni qo'llanamiz degan chog'da savdogar chaqirish usulini qo'llanamiz. Savdogar chaqirish usuli. Bu savdogar chaqirish usuli degan gap bek yaxshi gap. Bek yaxshi gap. Biz o'zimizniki mas'uliyatimiz masalan sotmoqchi bo'lsak, kunlikka 2 dan yoki 3 dan xaridor ko'rsak, bizniki bir oyda ko'rishadigan xaridorimizdan o'zi balkim yoki 90 yoki 1 oy odami. Biz sizlar 1 oy ichida to'xtamay xaridor, atdigan bir xaridor bilan, tushdi bir xaridor bilan, kechdi bir xaridor mushunda ko'rsangiz, 1 oyda ko'rishadigan odam soni sizniki 100 bo'ldi degan gap. Biz ma'qul holatda maqsaq, shirkat taraqqiy qilmaydi, vakolat taraqqiy qilmaydi, bizga ergashgan har bir odam pul topolmaydi. Shuni biz qanday qilishimiz kerak? Albatta, shu 1 oyda qilgan ishning o'zini biz 1 kunda qilishimiz kerak. Undan keyin 29 kun jarayon degancha biz 29 kun foydalilik degan gap. Mana bu 29 kun ichida yana biz to'xtamay qanday qilishimiz kerak? O'zimizniki top setish shaklini cho'qim qo'llanishimiz kerak. Endi savdogar chaqirish faoliyati. Men shu savdogar chaqirish faoliyatini so'zlayotgani 2 yil qadar bo'ldi. To'xtamay so'zlayapman. Nurg'ulmish jamiyatimizdagi tuvan ishlayotgan korxonalar hozir qadar to'xtamay foydalanib kelyapti. Ba'zilar 2 million, 3 milliongacha, ba'zilar ehtiyojlikdan 5 milliongacha qanday qilib kelyapti, chinjaq qilib kelyapti, bir maydon faoliyatda. Bir maydon faoliyatda. Shunga buni qanday qilishimiz kerak? Mush usulni bundan to'xtamay qo'llanishimiz kerak. Biz vakolatchilarimiz qanday qilsin? Bular parchason, parchatishni bizniki eng kichik vakolatchilarimiz berayotdi. Lekin shirkat rahbarlaridan boshqa shirkatniki hamkorlari, shirkatning dokalari qanday qilish kerak? Cho'qim top setish shaklini cho'qim o'rganish kerak. Endi bu top setish shaklini qanday foydasi bor desanglar, buniki bir qancha foydalari bor. Ya'ni savdogar chaqirish faoliyatining bir qancha taraflar foydalari bor. Birinchisi biz savdogar chaqirish faoliyati qilsak, naq maydonda o'zimizniki mas'uliyatimizni sota olamiz. Chunki bir savdogar chaqirish faoliyati qilsak, bu naq maydon 200 odamga kelish mumkin, 300 odamga kelish mumkin, 500 odamga kelish mumkin. Bu yerda qanday qila olamiz? Hech bo'lmasa o'zimizniki mas'uliyatlarimizni parcha o'sim sota olamiz. Ikkinchi foydasi naq maydonda biz vakolatchi ola olamiz. Chunki bu faoliyat 2 soat, 3 soat atrofida davomlashadi. Bu davomlash jarayonida kelgan odam degan sizning shirkatni tushundi, shirkatning rahbarlarini tushundi, mas'uliyatni tushundi, hammani tushunganiga qanday qilgan gap, bir turkum odamlarni ba'zi bir e'tiborlarimiz qanday qilamiz, qiziqtirib vakolatchi ola olamiz degan gap. Uchinchisi, biz vaqtni asliy olamiz. Chunki 30 kunni qilgan ishimiz qanday qilamiz, yarim kunda yo 1 kunning o'zida qilishimiz kerak. To'rtinchisi, savdogar chaqirish faoliyat qilish orqali o'zimizniki kishilik munosabatimizni, chambarkimizni kengaytira olamiz. Beshinchisi, o'zimizniki nutq iqtidorimizni oshira olamiz. Chunki o tog'alar balkim hammalarning nutq qobiliyatini yaxshidir. Balkim sizlarning yaxshi bo'lgan bilan sizlarning qo'l-ostidagi vakolatchilarniki nutq qobiliyati yaxshi bo'lmasligi mumkin. Mana shu uchur keldi, boshqa shu bizning xizmatdoshlarim shu uchur keldi. Men qanday qilsam o'zimniki nutq iqtidorimni yaxshilay olaman. Nutq so'zlashni o'rgansam bo'ldi. Boshqalarni qoyil qilishni o'rgansam bo'ldi. Boshqalarni jalb qilishni o'rgansam bo'ldi degan nurg'on vakolatchilar keldi. Albatta to'g'ri. Eng muhimi siz meyli cho'ng faoliyat bo'lsin, meyli kichik faoliyat bo'lsin, faoliyatning o'zida men bugun qanday sahna chiqqan bo'lsam, men qanday sizlarga salom bergan bo'lsam, ikrarliklar qanday salom bergan bo'lsam, mushkil holatda to'qim boshlaymiz. Albatta sizning faoliyatingiz bir qatam, ikki qatam, uch qatam shubay bo'lib ketishingiz mumkin, mag'lub bo'lib ketishingiz mumkin, qilolmasligingiz mumkin. Sizniki 1-2 qatam yoki 3 qatam shubay bo'lib ketishingiz, sizniki mangu shubay bo'lib ketishingizni direkt bermaydi. Shunga biz qanday qilishimiz kerak degan chaqda biz usulni qo'llanayveramiz degan gap. Qo'llanayveramiz. Siz so'zlayverasiz degan gap. Albatta mushahid bir hozir 300 odam bo'lgan bo'lsa, bir odamni chiqib qo'ygan bo'lsa, bu odam tunji qatam sahnaga chiqqan chaqda albatta o'zini qo'rqib, "Men kiriyadin kelgandim, amanni sog'ol bo'lmaydi" deyishi mumkin. Ikkinchi qatam chiqqan chaqda albatta chitirmay, "Men kiriyadin kelgan, amanni sog'ol bo'lmaydi" deyishi mumkin. Uchinchi qatam 5 minut gap qila olishi mumkin, to'rtinchi qatam yarim soat gap qila olishi mumkin. 5-chi qatam bu odam 1 soat gap qila olishi mumkin. Demak, asta-asta yetildi degan gap. Bu nutq asosiyatdan mushu undidar savdogarlarniki gap so'z mahoratlari, sizlar undidar savdo qilgan odamlar qarab baxsanglar, 1 yil burungi ahvoli bilan 1 yil keyingi ahvoli qarab baxsanglar bo'ldi. Har osmon zamin farqi o'xshamaydi. Nima o'xshamaydi degancha, mayli telefonda so'zlasin, mayli yuz turarni so'zlasin, mayli bunda tarbiyalashlar qatnasin, bo'la to'xtamay so'zlab turgandan keyin qanday qilib ketmagan gap, nutq qobiliyati eshib ketib qolgan gap. Har qanday bir odam o'zimniki nutq qobiliyatimni yaxshilasam bo'ldi, nutq qobiliyatimni oshirsam bo'ldi, boshqalarni tez jalb qilsam bo'ldi, boshqalarni tez qoyil qilsam bo'ldi, boshqalarga og'zimni gap chiqarib bilan o'zimdan mas'uliyatimni sassam bo'ldi deydigan shular qilib qolsa, bu odam eng avval egallaydigini setish iqtidoridan boshqa cho'qim nutq so'zlash iqtidorini cho'qim egallash kerak.
Bu 5-ci foydasi. 6-cı foydasi savdogar chaqirishniki biz boshqalarni asan jalb qila olamiz degan gap. 7-si o'zimizniki markamizni tunta olamiz. Endi marka tuntish degan bir gap chiqib qoldi. Bu markani qanday tuntimiz? Markani qanday tuntimiz? Men albatta ne oldingi yili dedim. Şirketga dedim. Men bularga sizlarga bir maslahat berayman. Bularni baxtiz markasini tunitsa, pulni topqisi yo'q. Marka tunitsa qoldi. Marka tunitsa qoldi, danliq marka qilsa qoldi. Bu danliq marka degan qanday barpo bo'ldi degan chaqda, shu sizningki 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma odam sizningki markangizni bilgan chaqda danliq marka degan shu. Armanni bilamdi, Arman hammadan bo'ldi. Chunki Arman 27 yillik korxona bo'lganligi uchun 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma odam bo'ladi-ku. Shuningdek Arman danliq marka bizning diyorimizdagi. Shunga o'xshash Ashilarniki bir qancha shirkatniki markasini baxchaqan danliq qilsa-da, zat biz markamiz danliq qilsa qoladi. Markamizni tunisa qoladi degandiki men bular bir nimani siz berdim, bir planni berdim. Undaqda men deyman planni. Shu ijro qilamsizlar, ijro qilmaymiz. Rasman, ras. Undaqda sizlar Şinjan'ınki tüm bo'lgan chaqda 30 yerda, yuqori bo'lgan chaqda 50 yerda savdogar chaqirish faoliyati qilinglar dedim. Savdogar chaqirish faoliyati qilinglar, har bir maydon faoliyatinglarga tüm bo'lgan chaqda 200 ta odam qatnashsin. Yuqori bo'lgan chaqda 300 ta odam qatnashsin. 300 dan odam desak, sizningki 30 maydon faoliyatingizga necha odam qatnashadi kunligi bir kunda? 9 ming odam qatnashamdi. 300 dan bo'lgan chaqda 9 ming odam qatnashdi. 9 ming odamniki o'zining chamberida qanday odam bor o'ylab baqiling. 3 ming odam bo'lib qolib qolsa 300 mingga yaqin odam bo'lib ketdi-da mayda. Albatta bu savdogar chaqirish faoliyatini biz planlashdan o'tkazishdan bir oy burun yoki 20 kun burun tashviqotni qilamiz. Tashviqotni boshlaymiz. Xo'tenda 7 maydon, Qashqarning 11 nahiyasini qo'shib 12 maydon, Aqsuning 8 nahiyasini qo'shib 2 shaharni qo'shib 10 maydon. Bu shunday qilamiz. Undaqda birinchi oyning birinchi kuni Umr Cho'lpon shirkatininki Demakki, butun Şinjan'dagi 30 maydon cho'ng savdogar chaqirish faoliyati deb hammaga dag'dug'ini qildigan gap. To'xtamay bir tashviq qildigan gapda bu nimishto degan gap. 30 maydon savdogar chaqirish faoliyati o'ylab qo'yinglar. Undan keyin birinchi oyning birinchi kuni tush qanday qilgan gap? Tushdagi soat 2 da hammaga tang boshlangan gap. Mushadagi vakolatchilarning hammasida 30 yerda 30 maydon 30 riyosatchi bo'ladi. 30 o'qituvchi bo'ladi. Her bir meydanda 300 de anlaydığı adam buldu. Her bir naq meydanın üzde 2 çolpa yoki artist buldu. Üçlükçe. Şunala ma 30 meydan savdogar chaqirish faoliyatining o'zini biz bir kunning o'zida qilarsak, sizning markangiz armandek bo'lib ketmasmi? Shu kunning o'zida balkim bizning diyorimiz xil obdan to'nishi mumkin. Buni tayyorlab qilayotgan bir qancha shirkat bor. Buni cho'qim men qanday qilaman degan chaqda bu gapni qildim, men cho'qim ijro qilaman. Buni tayyorlab qilyapti bir shirkat tayyorlab qilyapti-da, mushu chaqandekin qilmoqchi bir kunning o'zida 30 yerda. O'ylab qo'yinglar. Savdogar chaqirish faoliyatida man mushkil shakllarni biz qo'llangan chaqda o'zimizniki markamizni qanday qila olamiz, diyorimizda markamizni tunta olamiz degan gap. Hamma yerda bir kun qaynab kelsa, hamma yer jubola qaynab kelsa, hammadan chambirik qaynab kelsa, chunki faoliyatga kelganlar qo'yilgan talab, bular bilet sotmaymiz, lekin qanday qildi? Bular cho'qim chambirga chiqarish kerakda, shart. Hammasi sovg'at va shuning bilan hamma yer qaynabasa, manchi odam 200 odam taqtiyasa, birdam tushib ketadigan bu qanday shirkat? Bu nima shirkat? Mana, mushunda ishlarni nima degan chaqda savdogar chaqirish faoliyatining foydasi bor. 8-chi foydasi nima degan chaqda savdogar chaqirish faoliyatining mablag' jiqqili bo'ladi. Mablag' jiqqili bo'ldi. Hamda Umr Cho'lpon shirkati masalan hozir 2 million mablag'ga qattiq ehtiyojli. Buni hozir vakolatchilardan yig'amadi. Shirkatma mablag' yetishmadi. Lekin mushu turni selib olsa, ma shirkat nima degan chaqda bu shirkatda malandagi ishlar yurishib ketadi. 2 million mablag' ehtiyoji bor. Buningga nisbatan yana shu savdogar chaqirish faoliyat qildigan gap. Buni qanday qilamiz degan chaqda mushu Urumchidan yig'amdi yoki Xo'tandan yig'amdi yoki Qashqardan yig'amdi, shu yerga berib eng dangli odamdan 15-20 ni bir yuan jo'qi qanday qilgan gap, bir chaqirdigan gap, chaqirib shu yerda turni tunishtirsiz. Turni tunishtirib buningki 1 yil ichida qanchalik foyda olib keladi, buning qanchalik mablag' sasa, qanchalik qanday bo'ldi, aylanish qanday bo'ladi. Hammasini siz planlaringizni, nishonlaringizni qanday qilgan gap, ashlarga ochiq bildirishdan planni qilib olsangiz, balkim mush orqali nurg'un mablag' yig'ishingiz mumkin. Odatda hamma bilsa savdogarlar uyushmasi deydigan bir o'rinlar bor. Maylan Sichuan savdogarlar uyushmasi, Hangzhou savdogarlar uyushmasi, undan boshqa ya'ni Zhejiang savdogarlar uyushmasi deydigan har bir shaharda mushundaq bir savdogarlar uyushmasi bor. Bu savdogarlar uyushmasi mushu faoliyatni eng ko'p qildiganlar. Chunki bular mablag' qilib tayindi.
Albatta, va'dim birisi, va'dim 4-5 keldi, undaqda savdogarlar uyushmasidan birini qurgan gap. Har qanday bir savdogarlar uyushmasininki albatta to'yin bo'lgan chaqda 100 milliondan 200 milliongacha pul bo'ladi. Buniga har bir odam a'zo qildi, 100 odam qabul qildi, 100 odamga bir partiya yachekisidan birini qo'ydi, shunlar 1 milliondan pul yig'di, 100 million pul bo'ldi. Eng avval masalan ba'zi cho'ng-cho'ng binolar bo'lsin va yoki bir qism iliqi shaxsiy hukumatdan keyin shaxsiylashib ketgan bir qism korxonalar bo'lsin, ayna o'rin, yer zamin turulab qolib qolsa, ular kimni izlaydi degan chaqda avval shaxsni izlamaydi, eng avval savdogarlar uyushmasini izlaydi. Savdogarlar uyushmasini izlab kelib, ular nima ish qanday qildi degan chaqda shu o'rinlarni, shu turlarni azam pulga ola oladi degan chaqda ularga bevosita azalam kelgan gap. Bularniki savdo tutishish nisbati intayin yuqori. Shunga biz o'zimizga mablag' kamchiliklar qolgan chaqda pul yig'moqchi bo'lib qolsak, turimiz bor, hech narsamiz yo'qolib qolgan ahvol ostidami? Ya'ni bizniki tayinligimiz savdogar chaqirish faoliyati. Mana mushning tayinimiz degan gap. Shunga albatta bu savdogar chaqirish faoliyatini bizniki diyorimizda nurg'un shirkatlar 2 yil mobaynida qilyotdi. Balki shu o'ttaqallarning orasida nurg'un do'stlar bo'lishi mumkin. Mayli bir artist bo'lsin, mayli 2 artist bo'lsin, mayli 4-5 artist bo'lsin, bularni yig'ib, to'ylarga tushib, shu cho'lponlarniki obro'yi, hurmat orqali odam yig'ib, o'ziniki mas'uliyatini shu yerda setib, vakolatchilik qilayotgan shirkatlar hamma yerda bor, to'g'rimi? Yo'q, o'qituvchilarni olib degan gap. Bu İbiyat deganlik bizniki vaqtimizda baxtsiz dassalaydigan gap. Biz qachon shu parti satimiz deb yuramiz. Albatta biz oldingi yil planlagan chaqda har bir savdogar chaqirish yig'iniga kirgan odam cho'qim bilet elib kirsa degan o'lchamni chiqardik. Cho'qim 200 koy yoki 150 koy yoki 100 koydan bilet elib kirsa, ma savdogar chaqirish faoliyatimiz taxmin yaxshi bo'ldi degan gap. Men 2017-yili Bejonda bir maydon savdogar chaqirish faoliyatida qatnashdim. Bu savdogar chaqirish faoliyatiga 10 ming odam qatnashdi. 10 ming odam qatnashdi. Har bir odamga 880 ko'ydan bilet satdi. 880 ko'y. 880 ko'ydan bilet satdi. Men buni hisoblab batdim. To'xtamay hisobladim. Hisoblasam, demak, mushu bir maydon faoliyatninki ishdan kirish bilet uchun 8 million 800 ming pul jiq bo'ldi ma korxonachi, ma shirkat. An bu yerda buning o'ylayotgani faqat oyat 8 million 10 million pul emas. Meyada qanday qilayotgan gap, biz bilet setib akirsak, xaridani tanlab, shallab akiraladigan gap. Sifatli xaridani, yuqori iste'moldagi xaridani akiraladigan gap. O'ylab qo'yinglar, bir savdogar chaqirish faoliyatini albatta nurg'un odamlar qilinglarsa, bir tal rangsiz tashviqan chiqarib, manchinjani palan cho'lpan xo'ten keldi. Palan cho'lpan yakin keldi, yakin ko'rishayli. Hammalarni taklif qilamiz. Deblam qana qildi, bir tal rangsiz tashviqan taqtib qo'ygan gapda. Buni albatta qana qildi, buniga aşı tozliqchidan tortib, yuqori tabiqidan tortib, tuvan tabiqidan tortib, hammasi keldigan gap. Biz manda savdogar chaqirish faoliyati qilmaymiz. Buni sifatlab o'ziniki qoida usuni bo'yicha qilamiz. Tuzum bilan qilamiz buni. Ammo nimadiki Bejondagi savdogar chaqirish faoliyatida men qarab turib qoldim. Nima degan yomon shirkat o'ylab qo'ygan. 10 ming odamni bir zalga suli oldi, ham 8 million 800 ming pulni ola oldi. Undan sirt, bu nima ish bo'ldi? Savdogar chaqirish faoliyatidan pul olganda. Desam, bular asosli maqsad nima ekanini xaridor tanlash. Ayında tuen tabiqidagi ayak pul chiqarmaydigan odamlar emas, ayak 880 ko'p pulni to'lagan odam degan tiptara, ya yan chiqib 50 ming ko'p, 100 ming ko'p, ya 500 ming ko'p puli bor. Agar mushu shirkatninki turi yarab qolib qolsa, men cho'qim mushuni qanday qilaman? O'zim mush turini tutib olaman demasa, 880 ko'yga har qanday bir odam hargiz bilet elib kirmaydigan gap. Endi mushu faoliyatning o'zida 2 soat davomlashdi. 2 soat davomlashgan faoliyatning o'zida meniki his qilishimcha to'yin bo'lgan chaqda 500 millionlik qimmat yaratildi 2 soatlik faoliyat. Endi u fikrlar bilan bizniki men iqtisod o'xshamaydi. Biz bir maydon faoliyatni 1 million 2 million yig'ib olsak degan shunda xushilab ketmizda, o 2 million yig'liqda chambaraklar degan chiqarib, bir hafta degan to'xtamay qanday qilib ketmiz, pullarni degan ko'z qilmishadi, jo'zlar, shiralar yeb qilib ketimiz-ku. Endi a shirkat qanday qildi degan chaqda to'yin bo'lgan chaqda men o'yladim, persellashtirdim. Uni hisoblab bo'lamidim ularni-chi. 1 millionlik misatda, 3 millionlik misatda, 500 ming ko'ylik misatda men normal holatda 10% odamni o'yladim. 10% odamni o'ylasam, 10% odamning o'zini 500 ming ko'yda o'ylab qo'ydim. 500 ming ko'yni o'ylasak, mana bu shirkatniki bir qatimda savdogar chaqirish faoliyati orqali jiqqan puli saqla 500 ming ko'y. Bu usulni qanday qilish kerak degan chaqda, cho'qim bizniki diyorimiz nusxalash kerak, o'g'itish kerak. 2 yilni so'zlayapman, hozir qadar mushu mazmunni olgandan keyin opirib ishlatyotdi, hammadan unumini ko'radi. Shunga o'ttag'an korxonachilarga men nima tavsiya qilaman degan chaqda, savdogar chaqirish faoliyatini o'tkazishni hamma savdogar
chaqirish faoliyatini qilib beqishinglarni tavsiya qilaman. Endi bizniki hozir qaysi xil shaklda bo'lyapti degan chaqda savdogar chaqirish faoliyatini har xil usulda qilsak bo'ladi. Cho'qim artist sapirish kerak, cho'qim riyosat chapirish kerak degan gap emas-ku bu. Siz bir shirkat degan gap, siz bir mukammal, siz bir qurilmasiz. Siz albatta riyosatchim chiqish kerak, sizdan cho'lpanmi chiqish kerak. Har vaqt siz yugurib deyishdagi berib olmasangizmi? Har vaqt manchizmi ko'rib cho'lpanlar esilib olmasangizmi? Xalqning arsida nurg'un cho'lpanlar bor. Sizlarning vakolatchilarning 5000 3000 vakolatchilarning aralada nurg'un cho'lpanlar, nurg'un pasha inshaalloh, nurg'un manda odamlar bor-da, Osmon Jakamlar bor-da. Muqam degandan tayin qamlashtirib aytadiganlar bor. Shunga biz bu savdogar chaqirish faoliyati desak, nurg'unlar deb keldi. Necha pul ketadi mahallam deb. To'yin bo'lgan chaqda 200 ming ko'y, yuqori bo'lgan chaqda 500 ming ko'y pul ketadi desam, qo'rqib ketadi bo'ldi. O'ylab beqinglar, bir korxona albatta 200 ming ko'ydan savdogar chaqirish faoliyati qilsa, 3 maydan qilsa bu odam 600 ming ko'y pul ketsa, shu 600 ming ko'ylik faoliyatda bu odam bir ko'y miching javob qilamasa, bir ko'ylik mahsulot sotamasa, ma shirkat qanday qilib ketadi 5-600 ming ko'y yiqildi, vayron bo'ldi degan gap. Shunga biz buni qanday qilishimiz kerak degan chaqda, cho'qim iqtisodiyat bo'lib qolib qolsa, shu cho'lpanlarni elib mansanglar taxmi yaxshi, tashviqotning kuchli bo'ladi yuqori degandek. Agar sizlarniki iqtisodiyatlar uni yetishmay qolib qolsa, qurbitinglar yetmay qolib qolsa, buni chiqimsiz qilgan olmamdi desanglar, tamamen chiqimsiz qilgan bo'ladi. Biz buni chiqimsiz qilish uchun qanday qilamiz degan chaqda, eng avval qildig'inimiz biz hamda müşavir bir şirket misalga alsak, mesela Nurbilikni misalga alaylik. Nurbilik şirketi Aqsu'da bir meydan savdogar chaqirish faoliyati qilmoqchi. Aqsu'dagi savdogar chaqirish faoliyatiga avval Gulzar xonim qanday qilish kerak? O'ziniki 200 yoki 300 odam qatnashmoqchi. Mushu faoliyatning o'ziga Xuyizo guruhining birini tashkillaymiz. Maxsus yig'in guruhining birini tashkillaymiz. Albatta bizning bu qatam mushu ustozlar taraqqiyot sahnasidagi bir Xuyizo guruhi bor. Müşahideki meyli riyasatchilar bo'lsin, meyli mushu taratqilar bo'lsin va yoki boshqa o'tirdi boshqa ishlarni qilayotganlar bo'lsin, bizniki dal Xuyizo guruhi. Hamma odamning vazifasi bor-da bu yerda. Shuningdek biz maxsus Xuyizo guruhini tashkillaymiz. Bu Xuyizo guruhi qanday qilgan gap? 10 odamni yig'di Guzar xonim. Kelisha taraq turqlam 10 odamni o'ttag'izib, undaqda biz 1-ayning 5-kuni Aqsuda, Yilongda yoki Jontiyanda yoki bir yerda bir meydan savdogar chaqirish faoliyati qilamiz. Shunga maniki avval ishlansalik uqtirma. Undaqda 10 odamga xizmat bilaymiz mayadi-chu. Nurg'un odam bardolama shu faoliyat degan kunichu, mush shirkat o'ttag'an hammangizda bor mush qiliq masalaga deb qo'y. Faoliyat degan kunlar bo'xchani ko'tarib borasizlar-chu, Quchaga yoki Aqsuga-chu. Bu yerda nada topolmay va bo'lmamiz deb üttot qo'yitsin endi ashada. Biz manda qilmaymiz buni. Shunga eng avval tayyorlik bo'lish kerak. Mayli o'zingiz bormisiz, tamamen bo'laverdi. Siz ish o'rlashtira olishingiz kerak. Shunga Xuyizo guruhi bir shirkat uchun intayin muhim degan gap. Endi Guzar xonim bir meydan faoliyat uchun Xuyizo guruhining birini o'rlashtirdi. 10 odamga undaqda biz bu qatam Aqsuda bir meydan savdogar chaqirish faoliyati qilamiz. Bu qatamliq Chingjav cho'qim 1 million bo'lish kerak deb qanday qilish kerak mayda? Jakalash kerak. 1 million yig'masa bo'lmaydi. Undaqda mayda bilet 2 odamni qanday qilamiz? Nerdan topamiz? Eng o'tag'in hammalarning qiyinchiligi mushu faoliyatga odamni qanday qilamiz? Qanday yig'imiz? Eng cho'ng qiyinchiliklar. Shunga biz mushundaq bir faoliyatni qilishdan ilgari zodi biz bu faoliyatni ibodat deb qo'ydim, xaridani 3 cho'ng turga bilaymiz. Birinchisi cho'ng xarida, ikkinchisi o'tir xarida, uchinchisi kichik tip xarida. Zodi biz Guzar xonim bu qatimliq faoliyatni Aqsuda kichik tipdagi nayt yumrallarga, ham savdo kirmoqchi bo'layotganlarga 1 ming ko'y, 2 ming ko'y pulni aran chiqara oladiganlar qilamdi, yoki savdogarlarga ish xizmatchilar qilamdi va yoki cho'ng xaridalar qilamdi. Ma'ni cho'qim dingveni cho'qim ochiq belgilash kerak. Ina qilish kerak-da. Bu yerda voy zodi 1-ayning 5-kun bir meydan faoliyat bor. Hammanglarni kelinglar, hammanglarni chaqiringlar desa, artistni ishga olib qo'ysa ibodat deganidek ahvolga kelib chiqadigan gap. Albatta ba'zilari artistni ko'ramiz deb, o siz faoliyatingiz shu yo'q kirganlarning-chi, faqat artistlarni naqsini anglash, artistlarning usulini ko'rash yoki riyosatchilarning gapini anglash uchun keladigan gap. Shuni qiziqib keladigan gap. Shunga biz bu yerda kelgan odamga eng avval ayirib olamiz. Zodi cho'ng xaridami, kichikmi, o'ttirmi? Eng tuven 2000 ko'y 5000 ko'y pul chiqara oladigan. Chunki hozir shu kichik tipdagi odamlarniki aran 3000 ko'y, 5000 ko'y pulga bir oy aran kuchaytirdi. Uni siz 50 ko'y, 100 ko'yni gapini qilsangiz, u odam xo'shaqman ololmaydi. Unda ko'p iqtisodi yo'q. Buni asosda yetaklab siz mas'uliyat berib, bosh 3000 ko'ylik qabul qilib, o'nindagi o'stirib asosda 10000 ko'ylikka chiqib, 12ni 100000 ko'ylikka chiqib, manda balani kichikdan tortib biz cho'ng qilib olgandikdek, vakolatchingizni kichik holatni cho'ng holatga chiqib olasiz, tarbiyalab olasiz degan gap. Endi bu maydon faoliyatda eni qo'ldi. Ham undaqda biz bu qatam Aqsuda iqtisod to'ylab ketdi. Cho'ng xaridaga kuchimiz yetmaydi. Bu qatam
Şinjan Ticaret Stansiyasının riyasetçilerini yoki dağınıq çolpanlarını ekkenmidik. Şuna özümüz qilayli, efendimler, hanımlar, mafaliyetini deymiz. Şuna qaysi o'rinni qilamiz? Bundaqda tuen tip xeridalarni qilayli. Bo'ladi. Endi bu 300 odamni qandaq yig'amiz? Bo'ldi. Biletni basa. Biletni basdi. 10 odamga qanaqa qilgan 30 ni taqtirgan gap. 30 ni taqtib, buni cho'qim bag'aq bilan yoki bilet bilan ekkilamiz. Bu faaliyetga munosabatlik bo'lgan odamlarning suratlarini qanaqa qilamiz? Aniq tamoman bassaq bo'ladi. Yoki bag'aq shaklda qilsanlar bo'ldi. Agar cho'ng xeridalarni qanaqa qo'ysangiz, uning sizlarga qapishtalni laplab, bichar qog'ozni avatib qo'ysangiz, belida hargiz kamaydi. Ularga tuni 15 kunlik mahmal bag'aq nezib, 1 millionlik mashina pak jug'zib, atirni sepib, unidagi odamni deyishib qo'yib, mahmal bag'aqni olib berib, unikin deyishimiz cho'ng xeridalar bilan cho'ngchi, o'rta tip xeridalar o'rtacha, kichik tip xeridalar bilan kichikcha muomala qilamiz. Hammadan o'xshash muomala qilmasangiz, siz savdo tutirasiz degan gap. Tushundinglarmi? Shunga Gulzar xonim 10 odam qanday qildi degan chog'da 10 odamga 30 tani bilan taqdim etdi. Chuqum tizimlab bir faaliyet bo'lishdan bir kun ilgari 30 odamniki ismi, telefon nomeri, arxivini chuqum berish kerak. Arxivini xonimga topshirdi, 300 odam tutdi. Endi men Xuyizo guruhini nima ish qildi degan chog'da buning vazifasini ayirish kerak. Undaqda men mikrofonni qo'qmaydigan, xotirjam gap qila oladigan va boshqani o'zi qarta oladigan xonimdan birini qanday qilamiz? Biz bu qadam riyosetchi qilamiz-da. Undaqda siz palani, siz riyosetchi bo'ling, ma'qul. Ayshamgul, siz riyosetchi bo'ldi. Onda Ayshamgul riyosetchini berib etdik. O bichar burun qipaqman qo'qanchiligida televizorni ochib burunqa qurbaylik san'atkorchiligi, ro'zadagi san'atkorchiligi, chaqalliq san'atkorchiligi hammani aqtirib chiqdi bu yerda. Soat qo'ys nimdiga bo'ladi, mayra nimdiga bo'ladi, shamsiya nimdiga bo'ladi, nijat nimdiga bo'ladi deb. Biz uni qanday qilishdan qat'iy nazar bizning shirkatning odami, shirkatning vakolatchisi siz qilinil deymiz, u qanday qiladi bizning ishimiz yo'q. U o'zi tarbiyalangan gap. Bir shirkatda o'ylab beqinglar balla. O'ylab beqinglar. Yillikqa 10 million, 15 million bozor qilsa ham shu o'ttag'anlar. Sizlar 10 million, 15 million bozor qilganlardan o'zinglardan bir riyoset chiqmasa, o'zinglardan bir o'qituvchi chiqmasa, o'zinglardan bir ishga naqsh to'liy oladigan odam chiqmasa, o'zinglardan bir 4 odamni, 3 odamni tashkillaydigan bir guruh chiqmasa, qanday shirkat sizlar? Sizlar guruhga o'chada shirkat emas, sizlar guruhchaq deb olsak bo'ldi o'chaq sizlarni. Shunga eng avval şirket degan mana mushunda mukammal bo'lgan chog'da buni biz shirkat, haqiqiy bir kollektiv deb ataymiz. Bir 10 odamni menda qilish kerak. 10 odamning birisi qanday ketdi? Birisi riyosetchilik ketdi, to'g'rimi? Yana bir odamni cho'digan chog'da 10 odamdan birini ekran boshqargan, kompyuter boshqargan ayiramiz. Madem cho'digan chog'da bu albatta shu 300 odam kirgan chog'da qaysi muzikani chaladi? Gulzar ma'lum sahna chiqqan chog'da qaysi muzikani chaladi? Cho'ng xeridor kirgan chog'da qaysi muzikani chalamiz? Taqdirnoma bergan chog'da qaysi muzikani chalamiz? Haqiqiy rasmiy sahnada mikrofonni qanday so'zlab toza jang so'zlayotgan chog'da qaysi muzikani chalamiz? Diqqat qilmas bo'lmaydi. Ba'zi sal diqqat qilmaydigan kompyuterga berib qo'ysangiz ayada toz avzi chiqib da so'zlaydi-da. Qiqilmam yo'q, vokalchi o'g'ilmam yo'q, pul topqilmam yo'q deb qattiq so'zlayotgan chog'da ayada shunda hamda bir e'lon qilay deyotgan chog'da da muzikadan birini o'yna ayada yig'laydigan mishimni qo'yib qo'ysa so'rin butunlay o'lib ketadi shu ayada. Ondan keyin ba'zi bir darsliklar bor, ular degan nihoyat minnatdorlik tuyg'usini yuqori ko'tarishdan toza o'qituvchilar so'zlab toza yig'iltirgan bir xalqlar kelgan chog'da kompyuter shash olmay qolib qolsa, yigitim sho'q-sho'qni qo'yitadigan chiqadi ayat. Shundan ham kayfiyat butunlay o'ldi degan gap-ku. Bu chunki nima ish qilib buni deyman degan chog'da bu ahvol ilgari meniki bu nimalar ko'p bo'lib boqqandi. Ilgari bo'lib boqqan ahvol bo'lganki sizlarga deb qo'ymasak bo'lmaydi. Shunga kompyuterchi bak muhim. Endi ba'zi o'qituvchilar mushu kompyuterni o'zi qarab, ayat chiqqan mazmunlar qarab dars so'zlaydiganlar ahvollar bor. Shunga kompyuter boshqaradigan odam intayin muhim degan gap. Bu ikkinchi odam. 10 odamni ishkisi ketdi. Xo'sh, yana 2 odam qoldi. Bu 2 odam degan chog'da ishninki oldida cho'qim kelgan odamlarni qanday qilganga tizimlaydiganga bu odamlarni to'g'risimiz hamdi. Bu odam cho'qim to'misi bo'lmaydi. Bu odam nima ish turdi degan chog'da bir qiz bir o'g'il tug'sak intayin yaxshi. Bu yerda kelgan odamniki arxivini tug'izgan gap. Chunki arxiv bu yerda intayin muhim bir narsa. Arxiv bak muhim. Chunki bu arxivning o'zi seçishdan keyingi mulozimat uchun ishlatamiz. Bugun 300 odam keldi. 300 odam biz bir maydon faoliyatni qildik. Bu odam nurg'un vakolatchilar, nurg'un shirkatlar bugun zad oladiganni oldi, mayli satasi, mayli satamsin faoliyatni qildi. Shuna Gulzar xonim aytsa, arpilan qo'yilib ketgan chog'da Urumchiga yenib kasb bo'lmaydi mayda. Ayat turish kerak.
Meyli 10 vakalet çalsın, meyli 5 vakalet çalsın, pulunu elib açıp versin, bir yan çıkacağımaz, kımavaz emez meyden. Ayet turup, hatta ağam pulunu mesuliyetini berip, nemigi aldı, o hakkı ciddiçilik için nemigi tüylüğünden bilmeydi şu bezlerle. Şuna adamın yüz görüşüp, işeniş berip, terbiyelep, onu deken qaytıdığan gep, pulunu elib açıp kelsek bulmaydı. Onun deken ayet turup, arxıtını çoğu degen çağda, ayetse 300 adamın arxivi var bizde. Seç bölümge tapşırmaz. Bundaqda ayetsizden başlap toxtumay telefon qildi. Efendim yaxshimisiz, xonim yaxshimisiz? Tunigen bizniki Nurbilik şirketiniki Aqsut faoliyatida qatnashqandingiz. Yaxshi qarayamandoq, rozi bo'ldingizmi? Faoliyatimiz qandaroq bo'ldi deb azroq 1 minut takallik so'z bilan qilib o'tgandan keyin bu odamni qanday qilamiz degan chaqda siz tunigen qaysi darajani ola oldingiz? Birli savol so'raymiz. Siz tunigen qaysi darajani oldingiz? Tön darajanimi, o'rta darajanimi, yuqori darajanimi? Biz ma'ni so'raymiz. Soğan çal bu adam elbette. Şu adamın kege adamniki emmisiniki yendi nakbul yok. Bazıları o nimişti o bir pakılda kegeli var ufukmay. Elbette bazıları irivlen mesleğet kılıdı berip, bazıları datsülen mesleğet kıldı, bazıları yol dışıyla ayarlı mesleğet kıldı. Biz bir yerde kiliplam adamını jıgıdığını ertesi kesek nurgun baza eşip kaldı deyin gep. Manen ki siz başladınız çokum ahırsını çıkırışınız gerek deyin gep. Doğru mu? Ahırsını çıkırıp ertesi 300 adamga mülazimet bölümünden ki çokum birden telefon çıkış gerek. Elbette 300 adamın jürkige Nurbilik degan bir narsa çokum uyutish gerek. O ammis meyli çokum bir qatim telefon berish gerek. Ondan keyin bu yerda voy raz, siz yenib kelsanglar qanaqa qilgan gap yerda, baza to'xtab qoldi ayadi. Aytmasam yo'lda shulan yoki uydagilar bilan maslahat qilib atganlar bo'lib qolsa, bunda bir yaxshi to'rak kelibdi ekan, menga tush kerak turdi. Men qilaligidek turman. Mushni qilayda maslahat qilib atgan bo'lsa, ayada siz yenib kelsiz o odamni izlamasa, o odam joyida uxlab qolgan gap. Shunga seçishning mulozimatda biz arxibak muhim, arxibni shular mulozimat qilishni ushaltamiz. Mush faoliyatin kelam 2 kechada 300 odamlar kirish yapilishi kerak. Natija birinchi kunlik natija qargan chaqda, ikkinchi, uchinchi kundagi seçishning mulozimat keyinki natija bir yaxshi chiqadigan gap. Shunga bir şey arxib muhim degan gap. Shunga ishning oldida 2 odam to'g'izmaymiz degan gap. Tushundinglarmi? Bularga asosiyatdan qanaqa qilmaydi, pul ketmaydi. Chunki shirkatning odami, Nurbilik shirkatining vakolatchilari bo'lgan kun 10 odam, qanaqa qilamiz riyosatchiga asma Urumchi napag'an bo'lsa 15 ming ko'p pul yurtdik. Endi aqsvaliqcha degan chaqda, uqlar 15 ming ko'p pul vermaymiz. Faqat 250 ko'lik valli fondini bir nafarimiz, bu qizlar 250 ko'lik valli fondini keplam zodi, chiqiblam riyosatchining qilaverdi. Balliqcha degan chaqda bu balım o'tab ko'z 300 ko'lik ko'ynakdan 200 ko'lik ko'ynakdan bir taldan apirimiz. U balım chiroyli holatda bilan qanaqa qildi, iznik bilan qadab mulozimdan qilaverdi degan gap. Bu o'ylab bakınlar, riyasetçiga biz 15 ming koy bersek, ishki naqshga 20 ming koydi, 40 ming koy bersek, Şangdagi bersek, mulozimatchiga bersek, hammasiga bersek, bir meydan paril 200 ming koy pulman, mushunda chiqadigan gap. O bakani kep qolmaydi. Bunda hisoblab kelsanglar, bir meydan faoliyatning o'ziga to'yin bo'lgan chaqda 150 ming koy, 200 ming koysa tamamen pul ketadi degan gap. Ma biz 200 ming koy pulni qanday qilamiz degan chaqda, bu shirkat deganning o'zi kapital qimmat yaratadigan o'rin. Chiqimni azaytib, biz kirimni ko'paytimizda, qanchaki shirkatda kirim ko'paygan chaqda, ma shirkatning taraqqiyoti taxim tez bo'ladigan gap, to'g'ri? Shunga biz mayada 200 ming koy pulni siz bir meydan faoliyatda ma shirkat kirim qildingiz deyish tamamen bo'ldi degan gap. Endi bu adamlar çoğu degan chaqda, 4 ketdi. 4ning ishkini bir riyosetchi, bir kompyuterchi, 2 odam ishkini oldi ketdi. Yana 6 odam qoldimi? 6 odamning ishkini çoğu degan chaqda, ma ishkniki ishda turdi. Adam tizimlab ekirgan chaqda, ma adam jeday qilib nada o'tirdi. Bu odamning o'rni nada? Ma lingda boshliq kelibdi, bu nada o'tirdi. Ma ayollar birlashmasini kelibdi, bu nada o'tirdi. Ma adabiyot san'atchilar nada o'tirdi. Ma boshlab o'tdag'izmisa, o kaga adam nada turishini, nada o'tirishini, nada toza qo'yib bilmaydigan gap. Shunga ishning ishidagi 2 odam maxsus odamni o'tdag'izdan qo'pirdigan va gapirdigan, bu gapirdiganlar mas'ul degan gap. Albatta ba'zilar toza qo'yni bilmaydi, ba'zilar telefon "Vey" deblam qanday qilib muhabbatlar telefon kelib ketadi o'chaqdan. O'chaqdan odam "Aka, makinan deb qanday qilish kerak?" odamni "Ma'amiy so'rin" deb to'xtatish kerak. Ba'zilar bolasini olib keldi. Bolasiga qiyoch yashab ketadi. U erkaga apashlarniki baldirlar bo'lib ketadi. O so'rining o'zi shu yo'q uning. Bolasini qanday qilgan gap? Manda ishlarga ashikning ishidagi ishga jeday mushuna xalqlar diqqat qildi degan gap. Olti ketdimi? Xo'sh. Yan 4 adam qolib qoldi. Yan 4 adam ishninki ashini zalning ichida 4 bunun birdan to'g'izib qo'yamiz. Buning ikkisi maxsus
maliya tutadiganlar. Chunki faoliyatni qilish maqsad bizniki bu qatim chin javob qilish. Pul ilishqi, pul yig'ish halqasida eng oxirisida bo'la ma'lum bir yerda bir o'rin hozirlab qo'ydi. Rasmiy Guzar xonim sahnaga chiqib setishni boshlagan chaqda qanday qilgan gap oyoq berib ala pul oladiganga, tali yozdiganga ikki odam mas'ul bo'ldi. Angacha shu halqaga ma 4 odam zalning ichidagi qandaq ahvoli bor, faoliyat tartiblik bo'layotgandi yoki boshqalar varang-cho'ring qilib ketib boramdi. Ma faoliyatniki g'albilik, o'ngishliq, natijalik oxirlash uchun zalning ichiga kirib, hammadan birdan aralashib turib, qandaq qilgan gap, mushat xizmat qildi degan gap. Mana Xuyizo gruppasi mana mushunday tutadigan gap. Albatta, sizlar mana shu Xuyizoni gruppasi uchun bunda bir faoliyatni tashkillash uchun, planlash uchun odatda qanaqa qilsangiz, o'zingni qilamisan, shu ko'pinchalar meni qishim kelsa vaqt bilan deb, mana shu 20 ming ko'p basan qilib bermayman shu. Ma pulni qanday qilmaymiz degan chaqda, ma pulni biz bevosita mana bunda 20 ming ko'yni hisoblab kelsa 200 ming pul chiqadi degan gap. Buni 200 ming pulni Guzar xonim bir qatimliq faoliyat uchun sarf qilib qoldi, korxona qilib qoldi, shirkat qilib qoldi degan gap. Shunga har qanday mishada o'tgan, meyli mushu sirliq go'zal, Umr cho'lpini, Simfora, Dila Bibi, Shah go'zal, Qiram bir ko'rkitsa xohlachayniki. Umr cho'lpini, Xinjiang Sargul Sochak shirkati, Beijing Alvilion Xalmarat apandimning guroyi, ana Nurbulik shirkati, Viyuntao elektron so'zpisi, ondan başqa Şinjan yaxshilar so'chalik shirkati mush guruhlarning hammasida eng avvalsizlar biz so'timizni kengaytimiz, tijoratimizni kengaytimiz, vakolatimizni ko'paytimiz, setishimizni naslaymiz, vakolatimizni naslaymiz deydi ekansizlar. Cho'qim hammalarning guruhida birdan Xuyizo guruhida cho'qim bo'lish kerak. Onun dekin taraqqiy qildi. Hamma pul xarjlasan qanday taraqqiy qildi bu shirkat? Taraqqiy qildi. Xarjlaydi qayaga pul xarjlaymiz, xarjlamaydi qayaga pul xarjlamaymiz. Albatta hammalar albatta o'zinglarning guruhlardan biresh kundan o'gasanglar bo'ladi. Nayt og'izdan elqi, ovoz yaxshi, naqshin yaxshi aytay oladiganlar bor. Undan usulni yaxshi o'ynay oladiganlar bor. Riyosatchilar qanday qilgan yaxshi qila oladiganlar bor. O riyosat degan bir qatim, ikki qatim, uch qatim qilamiz, mayli 4-qatim, 5-qatim, 6-qatimdan boshlab qanday qildi? Nayt yaxshi qila oladigan bo'lib ketdi. Hammamiz shunday kichik bo'lib, cho'ng bo'lib, qanday qildik? Mushunday ishlarni qilyapmizga, shuningdek, o riyosatni bir qatim yaxshi qilamoq titrab zodi degan ismlarni xato deb oldida dadasining kuni o'qib, aniga yuzining kuni o'qib qo'yganlar bor. Shunday bo'lib, uni ikkinchi qatim xotirjam bo'lib, uchinchi qatim bo'lib, deb Nazgul Tursunjandek yoki boshqalarda qanday qila oladigan gap, riyosatchilik qila oladigan holat keldigan gap. Buning uchun bu mas'ala kimda degan chaqda, mushunda bir guruhni qurib chiqmagan mas'ala dal o'zinglarda. Mana shirkatning inchki halqasi Andı ma grupini biz Aqsudan ham Qashqarga o'tib kelmoqchida, bir maydon cho'ng savdogar chaqirish faoliyat qilmoqchi. Qashqarga o'tib kelgan chaqdami, ma bizning shirkatning o'zimizning odamlari bo'lgan ekan. Mana shirkat 10 odamdan avatidi. Bu 10 odam aşağıdan o'zining burun xizmat teplam qilaverdi. Undan keyin Xotang vardı, G'o'ljiq vardı, Bo'rtaloq vardı, Qarmay vardı, Turpan vardı. Mana shu ularniki hammasida shirkatniki Xuyizo gruppasi har vaqt shu yerda qanday qilgan gap xizmat qiladi. Demak, siz bir yilning o'zida 10 yerda faoliyat qilib qolsangiz, 10 shaharda faoliyat qilib qolsangiz, to'yon bo'lgan chaqda 2 million pulni qanday qilib qoldingiz degan gap, ayab qoldingiz degan gap do'stlar. Shu mushalqiga ala diqqat qilishinglarni tavsiya qilaman. Rahmat. Beshinchi bo'lib so'zlaydigan mazmunim bo'lsa, obraz kirmingizni belgilaydi. O'zingizga yaxshi obrazlaylang degan mazmun. Albatta, ko'nalarda qo'ydigan chiroyli namadam yaxshi ko'rdi debchi. Shunga albatta o'zimiz xos biz bir sotqish bo'lish sifatimiz bilan yaxshi obrazimiz bo'lishi kerak. Albatta ba'zi odamlar o'zi 100 kilo, 110 kilo kelganlar bor. Ular urqultish mahsulot sotadi. O'ylab boqinglar. 100 kilo odam degan o'ylab boqinglar, o chiqiblamunda kelsa uruq bir odamga tushundirib ketadi bu xotirjam. Ma'vu bizning mahsulotni issingiz, siz degan asbadanga ulab ketsangiz deb qo'lini mushunday qilib ketadi. O'ylab boqinglar, odamga qarab, xonim qarab, odamning mahsulotini kim iste'mol qiladi o'ylab boqinglar. Hargiz bir odam mahsulotni qo'qib ketmamdi albatta. Bu do'rni yesam yoki bu do'rni ishlasam, eng avval qanday qilib mush odamdek yoki mush xonimdek bo'lib ketadigan qo'qib bo'lsa yemaydi. Albatta ba'zi odam albatta girim urqult satadigan odam o'zi yeb baş mahsulotni qanday qilish kerak? Asbadandan o'zi bağlash kerak, asbadan o'z chiqarish kerak. Bir odam xaridor keldi, mahsulot sotib olmoqchi. Albatta o mahsulotingiz uni bormi degan zamatlam, "Voy jinim, mana debchi, qanday qilsa, asbadanimiz bir lampa yoqirib bersa, albir uni mahsulot tushuntirishning hojati yo'q. Mendekli bo'lsa, siz qanday qildi? Albir mahsulot sotilib bo'ldi" degan gap. O biraz
Şuna bak muhim. Elbette bazı gırım satadiganlar var. Ularning chiroyi faqat qarag'il olmaydi. Chachlari o'shunda qarag'il olmaydi. Bir shirkat uchrab qolib qoldi menga. Bir tarbiyasini qilib qoldik bu shirkatninki. Buningki boshlarda bo'la. Biz degan go'zallik elchilari, biz degan go'zallik taqatchilar deb boshlab ketdi-da bo'la. Boshlagandan keyin bo'la qarab qoldik. Hammasining gapi biz degan salam falan do'stlar, biz go'zallik taqatchilar, biz go'zallik elchilari. Ularning go'zalligimiz asarmi yo'q-a? Bir asar yo'q, yolg'on gap emas. Shuni bularni so'rab baxtim. Ey sizlar nima sotsizlar desam bularni biz degan molni go'zallik mahsulotlar sotamiz. Biz degan go'zallik elchilari. Tutun. Dedim. Necha xil mahsulotlar bor desam, bir qo'pab bilan 9 xil mahsulotimiz bor dedi. Yana bir qo'pab bizning 13 xil mahsulotimiz bor dedi. Yana bir qo'pab bizning 12 xil mahsulotimiz bor, siz xato dedingiz. Ey tut o'tiring. Lideranglar bormigan sen bor. Chaqiring menga. Chaqirib kirdi. Sizlar necha xil mahsulot bor desam, bu qizlar bizningki 9 xil mahsulotimiz bor. Hozir setayotgan mahsulotimiz. Yana yo'lda kelayotgan 4 xil mahsulotimiz bor-da. Shuning bilan anandan bosh qo'shsak 13 xil, ma'ni qo'shimsak 9 xil mahsulotimiz bor dedim-da, masalan, ey, sen o'zingning nima setayotganligini taq bilmasang, sen bu shirkatning a'zosi turib, taq go'zallik taqat qilsar ekansan. Ularning chachlari qarg'in olmay, chiroyi qarg'in olmaydi. Sen albatta o'zingning mas'uliyatini taq bilmasang, o'zingning mas'uliyatini taq ishlatmasang, sizlar go'zallik elchilari desiz. Qanday go'zallik elchilari sizlarni qanday bir odam setib oladi? Eng avval sizlar chaplaq degan hayotinglar chaplaq ishlatgan xotinlar ekansilar aranglar dedimi? Ey bu hayotinglarda bu sassanglar viskoyga buni 5-10 ni berdi. Menda 3 kun birini chaplab qo'yinglar. Men akish turib, men chaplaq ishlatmay hozir. Ayda dedim men. Men ishlatmay. Albatta bir kun 2 kun bir tal olsunmi? Sizlar bir güzellik elçiler bula süptünler bilen şu güzellik sizler bir tip duruş gerek o. Sizler bir güzel kirgen bolsan hiç bolmasalarning bir ayrish mas'uliyatlarni nurun qiz do'stlarim bor so'q qiladi, meni do'stlarim bor so'q qiladi, men mas'uliyatlarni qanda sizlarning mas'uliyatlarni boshqalar bir digini oldu. Sen bu turib ket. Ham haqiqatan şu ayollarning vakolatchilarining ichida o'zining mas'uliyatini g'irim bo'yimli setayotgan bilan yoki chasupillari varken yüz buyumları varken, ko'xinlari varken, ko'xinni damlab ketgan bilan ularda o'zini asarmi bir raqam suv boqmaganda, bu qanda setish hamda. Shunga biz eng avval mel go'zallik setish nima satayli obrazga alayda diqqat qilishimiz kerak. Siz girim buyumni satdingiz. Shu girim buyumlari sizningki yuzingizda chasupni satgan bo'lsangiz, shu chechingizga o'zingizning mas'uliyatini ishlatganligingiz mag bir aks etish kerak, chiqish kerak bu. 10 kilo turib, adam qanday qilmay, urqilishni satmay, o 44 kilo, 50 kilo turib, unidagi men asbadan bo'lsangiz, meni yesangiz desa, unidagi men gap tepadigan gap. Albatta kiyim sotadigan odam uchun şu dükkandaki kiyimniki en isinin kiyip, ma kiyim setavasınız ama mendek bulursa en ispat gösterişi gerek verdi. Yaxşı de vermey kolumunda çıkarıp akmay döküpünüz modadan kaldı netçilap ket. Yaxşı degen gap. En avval ispat gösterün berdi. Ispat göstersek onu gün qanday qila olamiz degan gap biz boshqalarga ta'sir qila olamiz degan gap. Shunga mayli girim buyumni satayli, mayli chasupni satayli, mayli uruqilti satayli va yoki boshqa bir narsa satayli, eng avval bizniki obrazimizga alayda diqqat qilishimiz kerak. Mushu davlatimizdagi bir qism sirtdan kirgan mayli amvoy deymiz, mayli urfilam deymiz, mushu bevosita korxonalar qarab beqanlar. Malanik albatta mushu amvoyniki şundaq zadı bul, çın turib oladi, yüzü şundaq qilindi bularniki. Biz şundaqmi qilin bulan. Albatta siz ularni bir tal tushpastin qandaq qo'ysangiz, birlam buni voy zadı nech pul deb qo'ysangiz, sizning keyiningizdan 1 yil yurdi bular. 1 yil yurdi. Albatta mushularni qarab baqsangiz, aytsangiz-ku, amma men desangiz, tillab kelsangiz qandaq qildi degan chog'da yana manda mas'uliyatimiz bor, yana manda mas'uliyatimiz bor, yana manda mas'uliyatimiz bor. Qarab baqsangiz, chiroyi hargiz o'zgarib qolmaydi. Tillab ketsangiz o'zgarib qolmaydi. Yani xiyolcha unutib ketlamchi, yani men mas'uliyat yaxshi edi davrdi cho'la. Shular qarab baqsangiz, men qiyofatin hargiz ketib qolmagan. Kostyumlar degan qatib yozib vaqsa talab qilaman, qanday qilamasa bir odam tapchirib turamasmi, glasklarga taqab qop-qora kostyumlarni kiyib so'mkul kuydirib mengayverdigan gap. Men nima degan chog'da, men yaxshi bir obraz degan gap. Shu korxonaniki bir o'zining madaniyati degan gap. Shu korxona madaniyati bilan mana hozir diyorimizda, Jungoda aş amvoy, ang burun kirgan, sirtdan kirganlarning ichida, ash korxona mana hozir qadar bir tal dukkuni yo'q.
bir ta dükkanı yok. Aşı pahat setiş bilan shug'ullanib qanday qilyapti degan chog'da bozorni oldin qatorda mengyapti degan gap. Ketmadi degan gap. Qiyofatdan ketmadi. Albatta o'ziniki korxon madaniyatini uqtirib qo'ymadi degan gap. Albatta boshlanib ba'zi vaqtlari deb qolaman, "Ey sizlarni onang dadang o'lib ketib qolib qolsimi? Uyga gap qo'yaplam qanday qilib beriblam lekin ammoning jig'ini chetib keliblam. Uni lekin qog'ozdan bir taraf qo'ysa olsam." Ha, dedi. Chunki bular o'zining mas'uliyatiga 1000% ishindi, 1000% suydi, shirkatni 1000% suydi. Bizdim shunday nima degan chog'da ayda bir turkum ixlos, sodiq, bizning shirkatni suydigan, mas'uliyatni suydigan odamlar cho'qim chiqish kerak. Albatta uni chiroyiga chiqmasa, "Ey, sening mas'uliyating kim oladi vakolatchilar? Mushalqaga diqqat qilinglar, men ikrodirkiman deb qo'yay. Eng avval mas'uliyatni o'zingizlar ishlatinglar. Men mas'uliyat ishlab chiqamak unchalar oson gap emas, to'g'rimi? Bir mas'uliyatni ishlab chiqarib bir xalq so'nish deganga bir qancha yil vaqt, bunaqa mancha 10 million yoki mancha million pul iqtisod sarf qiladigan gap. Ma sahnani hozirlashga mancha pul ketadigan gap. Bunda oson gap emas. Bunda sahnaga chiqmak oson gap emas. Shunga mush halqiga diqqat qilish kerak. Albatta ba'zi vakolatchilar qanday qildi degan chog'da o'zi ahlinda birdan bayram qilib qo'ydi. Ishlatmaydi, boshqalar qanday qildi? Boshqalar deydi. O'zi ishlatmagan zaman o'zining chiroyi aks etmadi, qiyofati aks etmadi. Shunda boshqalar ta'sir qilmaydi degan gap. Shunga hammanglarga tavsiyalarim mayli shirkat rahbarlari bo'lsin va yoki sizlarniki cho'ng vakolatchilar bo'lsin, hamkorlashuvchilar bo'lsin yoki kichik vakolatchilar bo'lsin, eng avval o'zinglar setayotgan mas'uliyatni o'z birsa ishiltinglar. Sizlarning shirkat rahbarlaringlar manga foyda qildi, menda foyda qildi, menda foyda qildi deganmiz, rost shunda foyda qilamdi, qilmamdi. Uni sizlarning shirkatning rahbarlarining og'zidan anglab oliblam. Sizlar xalq shu paytda demay, eng avval o'zingiz ishlatib beqing, o'zingizni bir chiroyli qilib beqing, ma chechingizni shu supurlar yuvib beqing. Undan keyin boshqalarga biz go'zallik elchilari desangiz, qiyofatingizga diqqat qilgandan keyin undan keyin yarashadi degan gap. Tushundinglarmi? Xo'sh, do'stlar, undaqda vaqt munosabati bilan meniki bugun sizlarga so'zlab bermoqchi bo'lgan mazmunlarim ishadi tugadi. Men bugungi mazmunlarimni bir xulosalab etsam, birinchi bo'lib har bir sotqichi cho'qim mas'uliyatimizniki o'ncho'ng alohidligini pishiq bilishimiz kerak degan bu mazmunni so'zildim. Ikkinchi bo'lib so'zlagan mazmunim bo'lsa, nima so'zildim esinglarda bormi? Setish farqli bo'lish kerak. Cho'qim setishni o'zgacha loyilashimiz kerak degan bu mazmunni so'zildim. Uchinchisi bo'lsa, mas'uliyatni cho'qim top setishimiz kerak. Bu mazmunni so'zga chaqirish faoliyatini so'zildim. To'rtinchi bo'lib cho'ng xaridor tutish degan bu mazmunni so'zildim. Beshinchi bo'lib mazmun so'zlagan mazmunim bo'lsa, hozirgi cho'qim qanday qilishimiz kerak? O'zimizga yaxshi obraz loyilashimiz kerak degan mazmunni so'zildim. Shunga meniki mazmunlarim mushahada tugadi. Endi oxirisida men ikki shirkatning vakillariga bir savol so'rash fursati berma, undan keyin sahnadan tushma. Rahmat. Yaxshimisiz Abdurahmon muallim? Yaxshimisiz. Yaxshimisizlar barliq korxonchi do'stlar, ekran oldidagi do'stlar. Men Shahguzaldin Robiya xonim bo'laman. Men Abdurahmon muallimdan so'raydigan savolim, bizning shu do'kon ochayotgan, an'anaviy savdo qilayotgan xaridorlarimiz bo'lsin yoki undidor savdosi qilayotgan xaridorlarimiz bo'lsin, vakolatchilarimiz. Bularning hammasi savdonim yaxshi qildi, pulnim topadi. Eng oxiriga kelganda shuncha jafoda topgan pullari yana-yanada qolmaydi. Bu nima deganda naqd pul aylanishi yo'q. Shundaq ahvolni qanday tushunishimiz kerak? Sizlar shu tushgan naqd pulni mol bo'liqni deb darhol elib olsangiz yanchiqda pul qolmaydi shu. Naqd pulni mol urgan pulimi yo'q, ba'zida shunda bo'lib qoldi. Lekin shuncha jafoliq ishlaydi. Pul topgan pulini yaxshi boshqara olmaydi demoqchimdi. Men buni nayt yaxshi savol. Mushu ahvol birlik korxonada emas, nurg'un shirkatlarda borchu. Bola deb keladi. Molim men pul topolmayman deydi-chu. Necha yil bo'ldi unda so'z qilgansan, 5 yil bo'ldi deydi. Yani ba'zilar kelma 3 yil bo'ldi deydi. Ba'zilar 2 yil bo'ldi pul topolmayapman. Setishingiz qanday? Voy setishim yaxshi 20 ming ko'lik, 30 ming ko'lik mal sotaman. 30 ming ko'lik mal sotaman. Deydi, lekin qani pul dek, ish qilib uqmayman, ne ketib qolganligini bilmayman. Bular birinchi cho'ng masala nima desangiz, bular nisha yo'q. Qat'iy nishonsiz ish qiladi ma'lum. Albatta bizniki savdo bir hukm. Oila bir hukm. Ailede mesela sizni misal qalayli. Albatta siz tijorat qilmasangizmi, oilada sizni tarbiyalash, ailasining o'ddisidan chiqish, sizniki kirmangizni tepirish sizning yo'ldishingizdan majburiyat. To'g'rimi? Aniki bizning xonim qizlarimiz qanday qildi degan chog'da, mushalqa kelgan chog'da, biz real tan o'qib bittan barobar bo'lgan ekan deb topgan pulni
Meyli yo'ldosh hijlaydi qayagimi bo'l iste'mol qiladi, o'zi hijlaydi qayagimi iste'mol qiladi, hijlamaydi qayagimi iste'mol qiladi. Albatta biz tijorat qilayotgan ekan, bizningki turmush xarajatimiz cho'qim ayrı etilishi kerak-ku. Bizning savdo chiqimimiz, savdo kirimimiz bu cho'qim ayrı etilishi kerak. Bunu ayırmay, meyli turmuşninki, meyli soğudninki, meyli vakaletining hammasini aralashtirib olsangiz, bunu pul topolmaysiz. Albatta siz bir korxona musho shirkat kirgandan Shah Güzel shirkatine kirgandan keyin ma shirkatga 300 ming ko'y mablag' soldingiz. Bu 300 ming ko'y pul olgandan keyin kirib turyapti kunlikka sizga 10-15 ming kirdi, ba'zi vaqtlarda 7-8 ko'ymi kirdi, 1 ming 2 ming ko'ymi kirdi. Biz aralashtirib bunu hijlab olsangiz siz pul topolmaysiz. Nech pul topganingizni bir yilda 300 ming ko'y mablag' solib siz nech pul topdingiz desa yıl ahirida siz maniki sonni chiqarib bermaysiz. Albatta sizniki o'zingiz maaş bekitsangiz tax yaxshi. Albatta bu so'dingiz menga yurdi. 3000 ko'y maaş bekitsangiz, ba'zi bir turkum oilaning chiqimlarini kim ustiga olsa, yo'ldoshingiz ustiga olsa, siz o'zingiz tepatgan maaşdan 3000 ko'y maaş bekitib qo'ysiz. 3000 ko'yni hijlaysiz. Qolgan pul chekilish huquqingiz yo'q. Bir bankingiz bo'ladi ayatchi. Bankini siz qarz vermaydigan. Faqat 3000 ko'ylan berdi, uningda 3100 ko'y bermaydi. Undan keyin siz yilda çünkü başka iş aralashib ketmagandan keyin pulingiz yil oxiriga kelgan chog'da bu yil 300 ming ko'y mablag' solib nech pul topdingiz, nech pul maaş aldingiz, nech pul qolib qoldi, mana qoldiqi undan keyin chiqadi degan gap. Tushundingizmi? Rahmat. Xo'sh, yana eng oxirisi birisi. Şinjan Sırlıq Güzel Biopen Texnika Cheklash shirkatining qurg'uvchisi Akbar apandim. Yaxshimisiz Abdurahmon muallim? Yaxshimisiz. Yaxshimisizlar? Naq maydondagi barliq korxonchilar. Yaxshimisizlar? Ekranlikdagi barliq aziz qarindoshlar. Mening so'ramoqchi bo'lgan savolim bo'lsa, mushu setish chempioni degan mush temi chiqqan vaqtida mushu bundan burun yaxshi setib kelayotgan shu vakolatchilar deb turaylik, shu sotqichilar ham ko'z oldiga kelib, yangi kirgan shu sotqichilar setish chempioni bo'lishga nisbatan bir xil qizg'inligi tuvan qilolmaydigandek tuyg'ular ashtat bo'lib qoladi ekan. Biz masalan guruhlarda setish chempioni bu deb cho'ng vakolatchi kuchigandan keyin shularda ash nuqtaga chiqishda o'ziga bo'lgan ishonchi to'mib qolgan bir ahvoli bo'ldi ekan. Shunda ahvolida ashlarni qanday qilsak, shularning kimi o'z babog'liqlarini joriy qildirib, shunda hamma odamning setish chempion bo'la oladigan shunda bir yo'llarni deb bergandim. Mush ikrar orqali ko'pchilikka bir fikringizni, tushunchingizni deb bergan bo'lsangiz. Demak, bu setish chempioni degan masala chiqdi shnama. Sizlarniki bir turkum vakolatchilar setish chempioni. Yani bir turkumlar amdirat yangidan kirdi. Endi qanday qilsak bu yangi vakolatchilarni mas'ulim qolmaydi. Qizg'inlik bo'shab ketmay, shu o'ringa chiqqan olti, shu namni bergan olti, shundaqmi? To'g'ri. Albatta, sizlarning shirkatning o'lchami bormi, yo'qmi? O'lcham bor. O'lcham masalan, yillik, fasllik degan bir o'lchamlar bo'lishi mumkin. Bu o'lchamlar nima degan chog'da? Zaten setish chempion degan gapmi, bek ig'ir bir gap bu. Ig'ir bir gap. Albatta, o'lcham deganimiz sizlar shirkatda qancha pullik darajaga chiqsa, shu qalpoqni bersizlar. Shu yejisiga qaraymiz. Yejiz, yaxshi yejisniki mancha pullik daraja, mancha pullik daraja. 1 million 500 ming, 300 ming, 200 ming. 4 tur bo'yicha. 4 tur bo'yicha ashdan chiqsalar sizlar chempion degan darajani bersizlar, shundaqmi? Ya, masalanki usulun xato bor. Bu chempion deganda oson barliq kelgan bir narsa emas. Endi men o'zim nimishqa setish chempioni deb men o'zim atib olgan bir narsa emas. Men bir qancha qatim lo'nqab baqqan. Albatta, men bu setish jihatda bir qatim emas, men fasllik setish chempionligini emas, 2 fasl, 3 fasl, 1 yilning ichidagi 4 faslning hammasi men lo'nqini uyamga ektarligaman. Bu chempionlik mi setish chempion degan gap menga nisbatan qanday gap qolgan desanglar, mundaq gap qolgan. Buni men bir vaqt bormi ya? Bu qanday gap qolganda men nimish o'zim bu setish chempion deb o'tirib chiqib olaman. Biz ilgari shu tarbiyalashni qilib mangadigan chig'imizda, tarbiyalashni qilib bu shirkatda cho'qim har bir ishda bir nishon bo'lish kerak-ku. Nishon bo'lgandan keyin meni shu o'qituvchilarimiz kirgan chog'da sening nishoning nima degandan keyin men dedim, meniki nishonim yo'q dedim-chi men. Nishonim yo'q. Desam, "Voy, cho'qim odamning hayoti bir nishon bo'ladi, mayli cho'ng, mayli kichik, cho'qim nishon bo'lsin" degan chog'da men dedim, meniki shu chog'da 2010-yili. Mening nishonim bizning o'qituvchilarimizning qo'lida bir tal alma 5 telefon bor ekan-chi, u bak umoqda telefonchi, alma 5 telefon. Shu alma 5 telefonni elish nishonim bor meniki. Men bu alma 5 telefonni bir narsam bo'ldi desam, qancha vaqtda degan 3 oy ichida.
3 oy ichida men olma telefonni birini olmoqchida. Degandan keyin nishoni seni kichik bo'lib qolib qoldi. Nishonni cho'ngaytishing kerak. Unda qanday cho'ngaytaman desam, cho'qim nishon deganni o'zimizga nishon bergan chaqda yali bo'ladigan, besim bo'ladigan bir narsani biz nishon deymiz. O siz yoki 20-30 yil yig'irlayman, men maydonni ishkini piqirayman deb qo'ysangiz bu nishon bo'lmaydi, bu yali bo'ladigan bir narsa emas bu. Menda o'ylasangiz menda nishon deganni biktib o'ylasangiz darhol cho'chib qanday qilib quvab ketadigan, yo aldirmay menvatgan bo'lsa jurab ketadigan siz ig'ir bir narsani biz nishon deymiz. Shu chaqda men dedim, bir vash piyoz yeb baqay dedim, uningga oqmidi. Bir vash shu chaqda bu mashinaga kelib chiqib qolib sen bir kichik nishon qilib olding. 3 oy ichida sen bir akish turib 5,5 ming qo'yta olma telefon. Shu 5,5 ming qo'y nishon qilamsa, cho'qim cho'ng bir narsa nishon qilishing kerak degandan keyin men hech bir narsa nishon qilamadim. O chaqda unda cho'ng bir narsa o'yladik, kallami yo'q. Shuni men dedim. Nemish nishon qilsam bo'ldi desam, bizning o'qituvchilarimiz bir nishon bekitibdi. O bo'lsa-mu, sen 3 oy ichida qimmati 100 ming qo'yliq mashinani birdan setib olsang bo'ldi dedi. Undan ha, bo'la ajoyibkan bo'ldi. Men 3 oy ichida tag'ma 5 ming qo'yliq telefonni xiyol qilib olamanmi deb olsam, bo'la qanday qildi degan chaqda sen 3 oy ichida 100 ming qo'yliq mashina olishing kerak. Endi bu 100 ming qo'yliq mashina qanday olamiz degan chaqda Masha Abdurahmon ma'lumniki, aldikin Abdurahmon Pattarov ma'lum. Ham Hadicha ma'lumlar bilan biz shu chaqda bilmagan. Ash Hadicha ma'lum bilan Abdurahmon Pattarov ma'lum mening ustozim endi. Shuni bilan bo'la dediki, cho'qim 3 oy ichida mashina olsa. Endi bo'la hamma yerda biz berib qanday qilamiz degan o'qituvchilarniki beltin sotamizda. Beltin setish jarayonida ham shu 300 ko'y bizniki 1 kunlik, 200 ko'y, 300 ko'y sotamizda 1 kunlik bir dars anglash haqqini. Shundan bizga boshda 50 ko'ydan pul berdi. Bir tal bele satsak, men 10 alna kirgan bo'lsam 50 ko'ydan 500 ko'y olib berdi. Demak, oshunda pul yig'ib 50 ko'ydan 70 ko'ydan pul yig'ib, sen 3 oy ichida bir tal mashina olishing kerak. Qimmati 100 ming qo'yliq bo'lish kerak. Yanadagi pulni qo'shishga bo'lmaydi. Undan keyin qanday qilishga, undan bundan oriyat olishga bo'lmaydi. Shu 50 ko'y pulga yig'ib o'zimizdan xirajdan qilib, yatoq yetib, tamoq yeb, uni o'z oldigan pulni. Lekin bu davr ekan, qip-qizil keldi bo'ldi dedim. Qip-qizil keldi mashq o'qituvchi. Bu 50 ko'ydan pul tepib, 3 oy ichida telefonni xiyol qilib olsam qanday mashina olgan bo'ldi. Shuna cho'qim mushini qilishing kerak. Bo'ldi men, deb qo'ysa qil tugaydi. Bo'ldi ma'lum men shunday qilay dedim. Degandan keyin bo'landaqda sen cho'qim va'da berishing kerak. Nima va'da? Agar mashinani olib kelib qolsang, sen qanday o'zingni mukofotlaysa, taq shirkatni mukofotlamaydi, o'zingni mukofotlaydi ekanmi? Agar men mashinani olmay kelib qolsang, o'zingni qanday jazolaysa? Men shuni deb baxtim, bir vash piyoz yey deb baxtim, uni anglamadi. Voy bo'lmaydi. Bir vash men pomidor yey deb baxtim, yo'q bo'lmaydi. Undan keyin 200 ni yeyverlay deb baxtim, hech qasi aqmadi. Tillab ketdi bo'li. Hey, sen nimada gap qilsam, 100 ming qo'yning ishi, 100 ming qo'yliq bir narsa chaqchaq muomala qilmasan. Cho'qim meni samimiy bo'lsa, bildigan. Sen cho'qim 100 ming qo'yga besim bo'g'idek bir narsa qilmasang, sen mashina ola olmaysan. Bir kun tillab ketdi, tillab ketdi. Bo'ldi unda. Men mana bekitamadim. Sil bir bekitib qo'yinglar desam, bo'ldi. O'zing bekitsan deb turan. Bo'ldi shu chaqda aqsuv turayotgan mazgilimda. Men dedim, men 3 oy ichida mush o'qituvchilarimning yardım bilan bir tal qimmati 100 ming qo'yliq mashinani birdan setib olaman. Agar setib olmay qolib qolsam, men 20 yalang'och zat kaltishdan bilan qilib 8 kun aqsuvni aylama, 8 kun aylanish jarayonida ko'zlarimga qarin suvab, va'da tutilgan kazzab deb oldimga bir tal taxtayni ko'tarib, 8 kun aqsuvni aylama, mushna men deb bir va'da verdim-da. Ondan keyin, ma va'da bo'ldi. Shuning bilan qanday qildik degan chaqda mangdiq ham. Mush kucha shinxam xo'tan qaliq yakin chachan chaqliq hamma dasturlashtirib mangdiqda. Bo'lishlar bu shirkatdan shu qilib qoldiga o'xshaydi bu gap desam, bunda dars so'zlaydigan sahnaga chiqqan bola 300 dedim bana. Shu odam, chiqa, va'dani beradi dedi. Mush hamma va'da berib kelyapmizda. O'z odam Abdurahmon imom 3 oy ichida qimmat 100 ming qo'yliq mashina olaman. Agar olmay qolib qolsam, 20 yalang'och aqsun 8 ga oylaman deb bunda va'da beriverdik-da. Biri vergandan keyin ba'zilar buni surat kelyapti, ba'zilar un kelyapti. Shuning bilan mushkul holat menga bu mezgil bir oy davomlashdi, bir oy davomlashgandan keyin burun dars o'tkazgan yerlarimizga qanday qilib telefon qilgan turdi. Hey ukam, shu kuni Aqsuda mangan chig'inlarda apparatning bek chiroyligini elanglar. Bek chiroylik tatib qo'ysin, apparatning pulini biz bersak mayli. Dedim bir gap. Ba'zilar dedi, "Voy jinim ukam, va'dan xatarlik ba'dinlar, va'da bermaydi qashdi. Sarangdek gap qildik, qanday mashina qilib shu ichida.
50 koydum pul jığıp qanda maşina ağın oldu. Bo'ladi. Ba'zilar ham g'ayrat qilinglar. Cho'qim g'ayrat qilinglar. Ketsin uxlamanglar, cho'qim g'ayrat qilinglar. Bo'lmasa, sizlar yoshlik davringlar bundakin ham tugaydi. Sizlar hech kimsan bir qo'yg'im olmaydi sizlarni. Hammiyat Shinjon sizlarni qanday qilib ketdinglar? Musaad bir cho'lpan bo'lib ketishlarmaydi degandekin bu besim bo'ldi. Voy, bu bo'lmadi. Eng oxirisi bir oy bo'lgancha qarasak bu ish rasmiylashib qoldi. Endi bo'lmadi. Kechsi uyqu yo'q. Mush vaqtda qanday qildik degan chaqda biz bir o'lchamni bekitdik. O'lchamni bekitib, men bir harakat qilish planini tuzdim. Harakat plani qilish qanday desanglar, kunlikka 20 soat harakat qilish plani. 4 soat aram olish vaqti. 20 soatdan keyin atdigan 11 dan boshlab deb turayli. Shunday vaqt 11 dan boshlab bir taldan so'mkimiz bor. Hali ammoyilga o'xshashchi. Plastikimiz bor, qop-qora nimalarimiz, kostyumlarimiz bor. Ko'tarib mağamizda, ammo do'kkan, uymi uy. Talvazır, renk bezxaran, çarvım vazirliğinden tat, hemmiye barımızda, uçqalık edemge, Abdurrahman Malim da sözleydi, Hadice Hanım da sözleydi, biz ama beltimizde da kılın. Siz dekin kırsanızda bir türküm yadlı vagan gaplarımız var. Devegen o küzdüğünüzde jumpumaçı, hatırladım dep küçüzü gaplarını. Şimdi muşnada biz qanday qolduğunu özümüzdeki biletlerini sattık. Biletini sattık, 9'dan tatip, kes saat 10 oğuş hareket kılımız. 10 oğandaki jığın var. Jığın var ve jığın hem böyle jığınımızda. Ama bizden o'qituvchilar naq maydonga bardi, shu shag bizlar bardi. Bular eng isil juden yotadi, eng ustiga chiqib yotadi, shu kun keladi. Undaqda katba bugungi faoliyatni xulosalaydi. Abdurrahman nechin satdi, yana birisi nechin satdi, yana birisi nechin satdi. Shunalar bugungi natijani o'tkazib olgandan keyin aytlik nishon, ayt nechin satsan deydi. Bugun uni satgan bo'lsak, ayt chuqum 11 ne 13 kun setishimiz kerakda. Bo'lmasa bular pidel urib ketadi deb berdi. Ey onu satmayız degan bo'lsak, muvaffaq degandan o'zi kunda bir pisa ilgirlash degan gap. Sen ilgirliging bormi, chekiniging bormi? Voy ma'lum men ilgirligim bor. Emas qanday qilsa, voy navas men 13 kun sotadi degan gapda. Ha, anaqa yoz. Ata 12 tal bilet satamsan, 12 tal biletninki 300 ko'din pulni ekamizdan qanday qilamiz? Voy ma'lum bizni nega qilay? Voy bir bosh piyozni, voy bir pomidor lazi, ma'qul, xo'sh. Onundakin o'qituvchilar ketadi jig'an necha etib, shuni qanday qildi degan chaqda uxlaydigan vaqt bo'ldimi? Yo'q. Mana mush vaqtda bizning rasmiy harakat qilish bosqichimizda, ana mush vaqtda butunlay qanday qildi desanglar, do'kon, so'z saroy taqilib ketadi. Taqilib ketgandan keyin sirtqa chiqsak, hamma damning viski, amtaxinning choy do'koni, samataxinning yog'liq do'koni, yana birisining rangpez do'koni, telefon nomerlari borda. Mushani tas kech soat 2 vaqtcha rasm o'tatimiz. Kech soat 2 vaqtcha rasm o'tatimiz. 2 bilan darhol kiramiz, uxlaymizda. Uxlab bo'lgandan keyin atdigani saat 5 bilan darhol o'rnimizdan turadigan gap. 5 bilan saray darhol qubrab balni kiyimlarini kiyib, 5 bilan qubab nima ish qilmaymiz degan chaqda, kecha 3-4 soat rasm tortgan Ahmad Axon, Samat Axonni arxiv qoldiradigan gap. Menda hozir qadar 15 ming odamning arxivi bor. Mush 15 ming arxivni men qanday yig'dim degan chaqda, osh jarayonida bu Shinjon 3 yil kezish jarayonida yig'ilgan arxivdan 15 ming odamning arxivi hozir qadar saqlag'liqda. Mushunda biz saqlagan arxivlar, topgan arxivlar. Hamda saat 5 bilan qubab saat 9 ga qanday qilamiz degan chaqda arxiv bilan kecha rasm tortqilan yozimiz. Yezib 9 dan boshlab 11 gacha degan chaqda ularga telefon orqali mulozimat qilamiz. Voy amtaqinga yaxshimi o'zlaringiz choy do'koni bor ekan yoki siz kiyim-kechak do'koningiz bor ekan, tijoratlaringiz qanday? Ahvol so'rab o'tgandan keyin undaqda bizning Abdurrahmon Malim yoki Hadicha xonim yoki diyar bir maydon dars so'zligini kelgan, setish haqida so'zlaydi, tijaratingiz yuqori ko'targingiz bormi? Kostyumni 1 emas 5 dan 5 dan sotqingiz bormi? 1 dan emas yoki 10 dan mandaqingiz bormi? Tarmoq do'kon ochqingiz bormi? Tijoratingizni ko'paytirgingiz bormi? Kirimingiz dasturgingiz bormi? Pulingizni ko'paytirgingiz bormi? Nurg'on tayyorlab savollarimiz bor-da. Shunlar bu odam telefon qilib, telefon orqali 2 soat sotamiz degan gap. Men mushunda saq harakat qildik. Harakat qilib 3 oylik nishon. 3 oylik nishon eng oxirisida sizlarning qanday bo'lgani natija. Men eng oxirida saq 2 oy 4 kun bo'lgan chaqda 100 ming ko'lik natijani birinchi o'lab men bitkazdim. Javob bor. Men bir javob keladi rasla. Hem de man berilgen, demek 3 ay berilgen vakit biz 50 koydun, 80 koydun, 100 koydun pul tepip en ahırız qandaq bo'ldi degan chaqda 2 ay 4 kun bo'lgan chaqda muddatdan 26 kun burun qandaq bo'ldi degan chaqda meniki vazifam o'rindaldi. Ondan keyin har bir jutqi bo'lgan chaqda dars o'rlash to'g'an chaqda bizning qurgan to'plarimiz vardı. Shu to'plarga chiqib voylik mashinalarni avatib qo'yapman hamda voy maylik mashina oldim. 2 ay 4 kun bo'lgan chaqda mashina oldim. Mening puti deb hammaga jar selib, ma bizning o'yinimizni ko'rmoqchi bo'lgan bir qism odamlarniki og'zini etdik-ku. Men shu chaqda
Şu setiş çempiyonu degan loңqa tunji qatim Şinjandagi 150 karxanchilikning oldida tunji qatim berilgan. Bizning o'lcham, manda o'lcham bilan olgan chempionlik ham. Hozir ham bizniki mana nimalarda setish chempioni degan bilan undan ikkinchi degan chaqda ikkinchi qatim menga berilgan so'da naq maydonda 100 odamning orasida tuyuqsiz sahnaga chiqib sen chempion ekansan o'tirib chiqib sotal dedi bir odam tutqizib qo'ydi 10 minutdan ichida saq 1 million pulsini oldim bir odam bilan bunda go'tonlish baranlashibdi mana ma qatim berilgan chempionlikning uchinchi qatim degan chog'da uchinchi qatim bizniki korxonchilarniki orasida ashna bir musobaqa o'rlashtirib setish bir narsa o'rlashtirib mana mushunda olgan bizniki o'lcham quyalg'a o'lcham bizniki 100 darajalik emas shahar darajalik emas optim rayon darajalik bizniki cho'ng korxonchilar yig'ilgan so'rlarda belgilik uchun menga berilgan nom bo'lganligi uchun men o'zimni setish chempioni deb o'tirg'i chiqdim. Endi ma şirketlarning cho degan chaqda ham sizlarniki 200 ming ko'yliqim setish chempioni desanglar 500 ming ko'yliqim setish chempioni desanglar 1 millionqim setish chempioni desanglar bu hargiz ma'u beklik paxal qilaytsizlar bu gapni-chu. Her bir şirkette çoğum bunda setiş çempiyonu Maradona öylep gitti o. Maradona bundakin o adam ki futbol şahit hep nam verilişinde ama bundakin tarihte bir adamga ikinci bir adamga futbol şahit hep nam verilmeydi. Futbol çolpunu edip bir kamga verdi o. Mesela o adam ya hazır var. O adam mesela alemni ütep gitip kalsa futbol çolpunu ededen yani birisi vermeydi. Fakat bazı bir namlarını kanal şu rayında şu devlette bir adamga iki adamga verilmeydi nam. Ama silahın şirketi ve ezancılık kim bu çempiyon degen gerek ver cevap bendim. Şuna mani sal töz kirgizinglar. Buldu. Müşni şunu düşünmeye sorgan solda bu. Onda da vakit münasebeti bilen meniki dersim müşahede tuydu dostlar. Hem sualın cevabı enik bulmaya kaldık o. Şuna neme sizde yüzmüşü bunlar bilip alı deptim. Şuna silahınki belgileydi aşı bulap kap kalsa hazır ölçümler 1 milyon keşindakma. Manın dertisini biz 3 milyonga yoki 5 milyon götürürüz. 5 milyon götürmez. Muşiş şirkette sırlık güzel şirketide kurulup meyli 40 yıl olsun meyli 50 yıl mansın fakat bir lam çempiyon buludu. Bir lam çempiyon buldu. Bu çempiyon şu ölçemini koyup koymuş. Kim çıkıvarsa bir adam kirip bugün çıksın o meyli. 10 gün çıksın o meyli. Şu üzerlerindeki şirketlerinin alaylığı karta 5 milyonluk neticini mançilik vakti yartıp olsanız sizge ma çempionluk lonkusu birildi desile. Bunu bunda bir çoğun bir paliyetini kanda kılıp onu üzerlerine şu dükkandıram tutan madalama 15 günlük lonkudan birini verip koysanlar bu çempionluk lonku takatkan bulmaydı. Şu manda bir karxançıdan sabaqdaşlardan bir 150-200 ekip koyup, manda kuyçidek taratqını məgə ekip koyup, həmməyək eçi yutub durub, bizdeki diğer adamların ekilip, otturda madem eçikib, hürmetilen bəgin bolsaq, onu ki, bütün Şinjan'a cakalanğan buludu ma. Manda birimiz için birlik degenini. Ondan bədoq. Aynen bədanlama. Şuna silahındaki tercini bütünley. Fakat şirkette sizin ölçümünüz, bunun neticesi, birli çempiyon bulduk, qağalının həmin şatay. Onun da bir iş gibi olmaydı. Onun silip başka ölçem bəsanla tamamen buluyordu. Onda söyledi yeni kirgenlerine şu aslında çempiyonluk yetekleşti qanda tedbirini qo'llandı. Yeniden kirgenlerine nisbeten bulan derecesi var. Bulandık mesela sizinki tüyen derece 3 derece oldu o. VIP'den başka 3 derece oldu o şirketinki. Ama VIP'ge isim koysanlar özgüçe. Aslında bir başkalarının kızıktıraladığı isim koysanlar tamamen buludu. Bu mesela hem adamge şu demek hazır dedim ki bir sılam çıkıyordu ikinci çıkmaydı da adamlar için. Ona başka nam besan tamamen buludu. Şirket degen çempiyon degenin birisi oldu. Hem adam çempiyon bolğan olmaydı. Rahmet. Hoşundaq dostlar vaqt münasibətlə mənim dərsim tügüdə axırısında həmmanlarınki işlərinlərinin oңuşluq, nəticəlik, bərəkətlik oluşunu çin könlüm ümid qılma. Rəhmət əmsə. Anda olsa set çempiyonu Abdurrahman Malımға alaydı rəhmətimizi bildirmez. Onun başqa ekran aldık dostlarımızға köz üçün xizmət qılatqan Küt Bivastar kanalımı alaydı rəhmət etimiz. Rəhmət.